Reklama insonni bir marotaba aldaydi. Tabiiy o'simlikli tarkib haqiqiy foydami o'zi? Bilmoqchiman shu narsani yoki marketingmi bir turimi bu ham? Yuzimiz, terimiz, sochimiz, tirnog'imiz, ko'zimiz, tilimiz bizga yaqqol signallarni bera oladigan Tana organlar odam hisoblanadi. tanasini signalini Tabiiy, toza, organik ekstraktni olish uchun kamida 50 kilo o'simlik ishlatiladi. Sog'liqni saqlash uni davolashda ancha arzon turadi. Batta auditoriyasini qiynaydigan asosiy bitta savolni berdingiz. Shunaqa. Biz bir kun dori ichyapmiz-u, ertasi kuni natija kutyapmiz. Charchoq, stress bo'lsin, boshqa muammolar bo'lsin. Hozirgi paytda stress muammosi ancha aktual. Juda aktual muammo bu. Juda katta noto'g'ri fikr nimada? Bat bu dori deb o'ylashadi. Dori. Ha. Bunga ham xarajat qilib o'tiramanmi? Bularni reklamasi shunaqa olib boryapti-yu, dorini ichib nima qilaman? Batni ichsam vobshe hamma narsani tuzatib qo'yar ekan degan noto'g'ri fikr shakllanib qolgan xalqimizning orasida. O'zi shunday. Bu tubdan noto'g'ri fikr. Bat bu dori emas. Pulini to'lab qo'ydim, endi ishlaydi bu dori. По-любому sen shu narsaga javobgarsan. Mayli, odamlarni ovqatlanish deysizmi, hayot tarzidagi qaysi odatlari shu yetishmovchiliklarga sabab bo'ladi? Shifokor sifatida birinchi o'rinda men sog'lom turmush tarzini birinchi o'ringa qo'yaman. Teri bu ichakning ko'zgusi. Inson ichaklarining ko'zgusi. Oshqozon ichak sistemasida muammo kelib chiqishni boshlasa, bizning ichaklarimiz terimizga so'z signal beradi. Men o'zi sog'lomman. Men o'zimni sog'lom deb o'ylayman. Hozir siz aytdingiz, kasallikkacha biz olib borar ekanmiz-da. Shunday. Men o'zim sog'lomman. O'zi menga nimaga kerak? Nimadir ichsam, menda bu yoqda miyada shunaqa fikr bor, men o'zimni kasaldek his qilaman. Siz o'tirgan joyingizda har bitta inson, har bitta tomoshabinimiz hozir o'zida o'zidagi muammosini aniqlab olish ko'rish mumkin. Tirnog'ingizga qarab. Ko'p shu narsa bo'yicha murojaat ham kelib tushyapti. Soch to'kilib ketish. Bo'ydoq yigitga nimalar qulay? Bo'ydoq yigitga eng qulay tez ovqatlansin, tez ishini bitirsin, tezroq yursin. Meni o'zim shifokor sifatida aytamanki, men bu narsani bilgan holatda amal qila olmayman. Sog'lom turmush tarzi sizga aytsam juda qimmatdir. Pozitsiya qilyapti, reklama qilyapti. Shunday. Shu bitta meni badimni iching, barcha muammodan qutuling deyapti. Shunday. U ozgina fantastikaga yaqinroq deb o'ylayman. Sifatli Yevropa xom ashyosi arzon bo'lmaydi. Batga boraymi, doktorga boraymi degan savolingiz qisqasi shu. Tushundim sizni. Charchoqqa yechimi bizda bor demoqchi. Bor. Aynan bizni mahsulotlarga siz pul sarflamayapsiz. Aynan bizni mahsulotlarga siz kelajagingizga va sog'lig'ingizga va ertangi kuningizga investitsiya kirityapsiz deb qarashni maslahat bergan bo'lardim. To'g'ri qaror. Prolab podkast kuzatuvchilari, tomoshabinlar, bizni hozir ko'rib turganlar, barchaga assalomu alaykum. Men Kamoliddin. Prolab podkast va Prolab Premium sahifalarini yuritib boraman. Bundan buyog'iga bugun Prolab podkastimizda mehmon Prolab Premium O'zbekiston asoschisi, shifokor endokrinolog Sadriddin Sabirjanov Bahromovich. Bugungi podkastimizda nasib qilsa albatta badlar haqida gaplashamiz. Bad, vitaminlar, to'g'ri ovqatlanish o'zi qanday bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Qanday o'zi bad o'zi bizga kerakmi? Va shunga o'xshagan ko'plab savollar bo'yicha albatta javob olasiz. Bu podkastimizni biz ikkita qismda qilmoqchimiz. Birinchi qism va ikkinchi qismlarga bo'linadi albatta. Hozir birinchi qismini ko'rib turgan ekansiz, albatta keyingi qismini darhol kirib ko'rishingizni maslahat beramiz. Bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugungi kunda erkak ayollarimizda hozirgi yosh deymizmi, qariya deymizmi, erkak ayollarda hammalarda eng ko'p o'zi qaysi muammolar uchrayapti? Shifokor endokrinolog sifatida mana shu necha yildan beri farmatsevtika sohasida o'zingiz ishlab yuribsiz. Charchoq bo'yichami, energiya bo'yichami, xotira, diqqatlik bo'yichami yoki ko'p holatlarda soch muammolarini ko'ramiz. Misol uchun o'ziga tanani o'ziga uxodoviy bo'lish, misol uchun kompleks jihatdan, teri jihatdan muammolarmi? O'zingiz misol uchun shuncha holat tajribangiz bo'yicha hozirdan bo'lishsangiz. Albatta, hozirgi kunda bu juda aktual muammoga aylanyapti. Siz hozir aytib o'tgan muammolar deymizmi, holatlar deymizmi, bizning xalqimizning orasida
kundan kunga ko'payib bormoqda. Chunki sog'lom turmush tarzini biz hozir asos qilib oladigan bo'lsak, ko'pchilik holatlarda afsuski bu sog'lom turmush tarziga rioya qilish, to'g'ri ovqatlanish deymiz, bunaqa uzoqqa bormayman, o'zimizda ham shu narsa yo'q. Albatta. Afsus, ishimiz shunaqa. Ko'pchiligimiz masalan yoshlarning ham hozir ko'pchilik qismi ofis ishlariga o'tib ketishgan. Yosh deymizmi, qariya deymizmi, qanaqadir muammosi baribir bor. Albatta. Ularning orasida albatta eng ko'p uchraydigan muammolar bor. Bu birinchi navbatda charchoq deb ayta olaman. Charchoq bu aktual muammolar sarasiga kiradi. Har bitta inson borki, hafta davomida aqliy mehnat qilsin, jismoniy mehnat qilsin, hafta oxiriga borib charchab qoladi. Va bizda dam olish kunlari bor. Kimdir 5-2 rejimda ishlaydi, kimdir 6-1 rejimda ishlaydi. O'sha bir kun yoki 2 kun bizni hafta davomida yig'ib olgan charchog'imizni chiqarib olishga ajratilgan muddat sanaladi. Va dushanba kuni ishga chiqayotgan paytimizda juda ko'pchiligimizda bo'lsa kerak, menimcha sizda ham, menda ham tez bo'lib turadi. Ishga chiqayotgan og'ir kun deymiz, og'ir kun, ya'ni ertalab yakshanba kuni uyquga yotsangiz, dushanba kuni ertalab uyquga to'ymasdan ishga borishim kerak deganda energiyaga to'lamassiz, shu ishga borishim kerak, shu ishni qilishim kerak, lekin yoqmayapti, ich-ichingizdan shu narsa o'zingizga yoqmayapti-yu, o'rningizdan turib ishga borasiz, kun davomida sizni charchoq hissi tark qilmaydi. Va bunaqa holatlar kundan kunga va haftadan haftaga, oydan oyga takrorlanaverib yig'ilib qolgan charchoq hissi bizda keladi-da. Ruslarda shunaqa termin bor, nakopленная усталость deydi. Bu juda aktual muammo. Yig'ilib boradi. Ha, bu chunki biz kerak paytida ta'til olmaymiz, kerak paytida vaqtimizni qizg'onamizda fizический aktivnost deydi, ya'ni o'zimizni jismoniy harakatlardan tiyamiz, ko'proq uxlab olay deymiz, dam olish kunida deymiz. Afsuski bu uxlab olganimiz uyquning sifatiga ham bog'liq, qilayotgan amallarimiz, ishlarimiz, masalan uyqumiz kerakli vaqtida yotmasak-yu, masalan kech yotib kech turadigan bo'lsak, bu albatta bizning uyqumiz sifatiga ta'sir qiladi, erta-indin albatta yig'ilib qolgan charchoq hissi paydo bo'lishiga olib keladi. Charchoq muammosi bu birinchi o'rinda qo'ygan. Undan keyin bir necha muammolar bor. Bu albatta erkak-yu ayollarda oxirgi paytda ko'p kuzatilyapti. Charchoq, stress bo'lsin, boshqa muammolar bo'lsin. Hozirgi paytda stress muammosi ancha aktual. Juda aktual muammo. Bu yoshlarimiz orasida ham juda keng tarqalayotgan muammolardan biri. Bu stress muammolarini sabablarini sanab adog'iga yeta olmaysiz. Barmoq yetmaydi stressni sababini aniqlash uchun. Xuddi shunaqa charchoq, stress muammolarining fonida kelib chiqadigan bir necha holatlar bor. Bu masalan stressda, charchoqda odam to'g'ri ovqatlanish rejimi yo'q. Undan tashqari odamlarni jismoniy faolligi pasayib ketgan. Xalqda o'tiramiz. Albatta. Telefonda o'tiramiz. Shunaqa. Bundan keyin qanaqa holat kelib chiqadi? Kimlardadir stress fonida qaysidir mikroelementlar yoki bo'lmasa vitaminlar yetishmasligini holatida insonlarda juda ko'p, mana yaqinda ham yaqinlarimizda kuzatildi shu narsa. Ko'p shu narsa bo'yicha murojaat ham kelib tushyapti. Soch to'kilib ketish. Stress orqali. Albatta. Soch to'kilib ketishi, charchoq bo'lsin, stress bo'lsin, uning fonida to'g'ri ovqatlanish ham kirib ketadi. Bir-biriga bog'liq. Bular juda ham uzviy bog'liq narsalar hisoblanadi. Kamoliddin, xuddi shuni orqasidan insonlarda soch to'kilish boshlanyapti. Erta soch to'kilishi, u hayratlanarli joyi avvallari yoshlarda bunaqa muammo, bu soch to'kilishi bu vaqt o'tib insonning yoshi bir joyga borib qariyalarda kuzatiladigan muammo edi va bu norma sifatida qaralar edi. Lekin afsuski hozirgi kunga kelib yoshlarimizning orasida soch to'kilish muammolari juda ham ko'payib ketyapti. Xotira pasayib ketish muammolari juda ham ko'payib ketyapti. Diqqatni bitta joyga jamla olmaslik muammosi, fokus yo'qolish muammolari
juda ham ko'payib ketyapti. Xudo ko'rsatmasin, terida har xil o'simtalar paydo bo'lishida bizga yoqadigani bor, yoqmaydigani bor deymiz. Avval qaysidir yuzni qaysidir qismiga xol chiqsa menga yoqadi, bu husnimga husn qo'shadi degan fikrlar bo'lardi. Xoli bezab turibdi deydi. Shunaqa. Ayniqsa qizlarimizda yuzda xoli qo'shiqlar ham bor shu narsaga. Shunaqa. Bunaqa holatlardan tashqari insonda haddan tashqari ko'payib ketyapti. Masalan, qizil deydi, qizil hollar. Men o'zimni ham keyingi paytda o'zimga e'tibor beryapman. Terimda qizil toshmalar paydo bo'lish boshlagan. Bu nima degani? Inson organizmi zudlik bilan yordamga muhtoj degani. Bu ichkaridan bizga yordamga muhtoj degani. O'shaning uchun hozirgi kundagi muammolar sifatida mana shularni asosiy qilib sanagan bo'lardim va albatta keyinchalik agar to'xtaladigan bo'lsak, boshqa muammolar haqida ham albatta sal batafsilroq gaplashardik. Albatta muhim bo'ladi. Misol uchun hozirda mana o'zingiz ham aytyapsiz. Nechinchi yildan beri edi shifokorlik faoliyatingiz? 12 yil deb bir oldin gaplashgandik siz bilan. 2014-yilda 14-yildan beri biz Toshkent tibbiyot akademiyasini tugatgan bo'lsa, 2 yil klinik ordinaturani o'taganmiz va 2016-yildan o'sha shifokorlik faoliyatini va shu bilan birgalikda parallel ravishda farmatsevtika sohasida ishlab kelyapman. Farmatsevtikada shu faoliyat olib borib, hozir muhim farmatsevtika juda muhim. Chunki odamlarda уже siz aytganchalik farmatsevtika bilan уже qanday tushuntirsam sizga, farmatsevtika kerak bo'lib qoladigan joylari bo'lib qoldi. Chunki hozirgi taomlanayotgan ovqatimiz, ratsionlarimizga bee'tibor bo'lib qolganmiz. Misol uchun sizningcha hozir mana sanab o'tdingiz, sizningcha nega aynan shu muammolar ko'payib ketishi, gaplashdik. Mana shu narsa ko'payayotgan narsa sabablarini gaplashib o'tdik. Mana odamlarimiz shaxsan o'zim yoki bo'lmasam auditoriyamizda bor odamlar sog'lig'ini tiklash uchun, o'zini sog'lig'ini qaytarish uchun, mashinamizga ham boshqacha qaraymiz-ku, odamlar sog'lig'ini tiklash uchun eng muhim qilayotgan, yo'l qo'yayotgan 2-3 ta xatosi. Demak, menimcha bu yerda ikkita savol hozir yangradi. Nega bunaqa holatlar ko'payib ketdi? Buni sababiga bitta to'xtalamiz va keyin ikkinchi savolingiz ikkinchi qismi, bu holatlarning ko'payishiga sabab nima-yu? Insonlar qanaqa xatolikka yo'l qo'yyapti? Va shularning orasida albatta siz ham borsiz. Bor. Bu narsani inkor etib bo'lmaydi. Xuddi shunaqa. Afsus, hayot tarzimiz hozir shunaqa bo'lib qolyapti. Keling, birinchi nega bu xatolarda bunaqa holatlar ko'payib ketyapti? Mani fikrim bo'yicha juda ko'p uchrayotganning sababi biz juda tez yashayapmiz. Shunaqa fikr tug'iladimi sizda? Albatta. Ko'z ochib yumgancha vaqt o'tib ketayotgan holatlar bor. Masalan, o'zimiz auditoriyamizdan, yaqinlarimizdan, bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilardan ham so'raydigan bo'lsak, o'zingizga bitta nazar boqingda, savol bering. Biz juda tez yashayapmiz, tezlashib ketyapmiz. Tezlashdik. Juda tezlashdik. Chunki oldimizga qo'yayotgan maqsadlarimiz juda ham katta. Albatta. Bu maqsadlarga erishish uchun biz hozirdan harakat qilishimiz kerak. O'zimiz uchun yashash gohida esimizdan chiqib qolyapti. Formula 1 tezligida biz hayotda yurib ketyapmiz-da, tezlashib ketyapmiz u orqada nima qolib ketayotganiga ko'pincha bee'tibor qolyapmiz. O'sha Formula 1 tezligida biz hayot tarzi kechirayotgan paytimizda afsuski sog'lig'imizga bo'lgan e'tiborimiz ham orqada qolib ketyapti, xuddi trassa kabi. Bu narsaga biz juda katta e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki tez yashayotganimizni misolida, masalan, ertalab ishga keldingiz, ishda qilyapsiz, proyekt qilding, aqliy faoliyat yuriting yoki bo'lmasa boshqa bir ish qiling-u, lekin taomlanish vaqti kelgan paytda har bitta ishda bizda xizmat mehnat kodeksi bo'yicha abid deymiz, vaqt ajratilgan. O'sha abidga 1 soat vaqt shu to'laqonli biz taomlanib olishimiz uchun ajratilgan bo'lsa, vaholanki biz ishlayotgan joy hamma ham taomlanadigan, ya'ni tabiiy taom deymiz, qozonda pishadigan ovqatlarga yaqin bo'lmaydi. Shunday.
gohida bizni ishimiz ko'payib ketganidan chiqib qayergadir borib ovqatlanishga yoki uyga borib ovqatlanib kelishga afsuski vaqtimiz bo'lmaydi. Albatta, birinchi navbatda dastavka xayolga keladi. Xuddi shunaqa. Qo'y deydi, chiqib o'tiramanmi deydi, hozir borishga vaqt yo'qot, kelishga vaqt yo'qot. Yaxshisi mana bitta dastavka xizmat. Ovqat shundoq fast food muammosida bu ovqat shundan zakaz qo'ying, nima zakaz qilayotgan paytingizdan kirib qarab o'tirsangiz, ovqatni tayyorlanish muddatiga qarab yetib kelish muddati uzayib ketaveradi. Siz nimaga urasiz o'zingizni tezroq yetib keladigan. Bu albatta fast food. 15-20 daqiqa ichida tayyorlanib sizga yarim soat 40 minutda yetkazib beriladigan taomlar bu ko'pincha fast food bo'ladi. Endi biz har kunlik, masalan, haftasiga 5 kun ishlang, 6 kun ishlang, buni oyga ko'paytiring, yilga ko'paytiring, har kuni fast food. Bu fast food bu nima? Fast food o'zi tarkibi nima degan savolga bitta e'tibor qaratish kerak-da. Bizni fast food ichamiz, suv ichishni esdan chiqaramiz, kola ichamiz, gazli ichimliklar ichamiz, fast food yeymiz, unaqasidan yeymiz, bunaqasidan yeymiz. Tanlab o'tiramiz. Bu tanlab o'tiramiz. Buni ta'mi ham o'ziga yarasha. Bu fast foodlarning qayerdadir kerakli joyi bordir. Lekin bizning kundalik ehtiyojimiz va kundalik talabimizga mos bo'lgan ratsionga fast food bilan biz javob bera olmaymiz. Xuddi shuning sababidan biz aytyapmiz, hayotda tezlashib ketyapmiz, maqsadlarni oldinga qo'yapmiz, orqada sog'lig'imiz esdan chiqib qolyapti. Ana shuni natijasida bizda juda ko'p muammolar kelib chiqyapti. Demak, shunda asosiy xatolardan biri bu tez tarzda fast foodlarni iste'mol qilish. Hayotimizni tezlashgani bizning hayot tarzimizga ham ta'sir qilyapti-yu, tez yashayotganimizni sababidan biz tezroq bizga-da, masalan, fast food tez degan ma'no, fast so'zining o'zi ham tez, tez ovqat-ku, to'g'rimi? Tezroq keladigan ovqatlarda biz ko'pincha prioritet shunga berib qo'yapmiz. Shunaqa ovqatlarni tanovul qilishimiz oqibatidan organizmimizda, bizning tanamizda defitsit kelib chiqyapti. Bu juda katta defitsitga olib kelyapti. Har bitta organizm o'zini zaxirasi bor, buni haqida ozgina keyinroq gaplashamiz. Eng katta xato nima? Eng katta xato. Bitta ikkita xatolarni sanab o'tdik. Eng katta xato o'zidan kelib chiqadi-yu, bu sabrsizlik. Ha. Bu sabrsizlik va men aytgan bo'lardim, arzonga uchish. To'g'ri. Nima deb o'ylaysiz mana shu narsani? Chunki sabrsizligingizga qo'shilaman, shu sabrsizlikni o'zi ham tezlikka olib kelyapti-da bizda. Xuddi shunaqa. Hayotimiz tezlashgani sababidan biz sabrsizlik qilamiz. Masalan, vaqt ajratsak bo'ladi, o'zimizga borib uyda tanovul qilsak bo'ladi, nima deydi, u yoki bu narsani biz rejimga solib qo'ysak bo'ladi, yoki bo'lmasa ertalabdan uyg'onib uyimizda to'g'ri ovqatlanish ratsioniga mutanosib narsalarni tayyorlab olib kelib ishda yesak ham bo'ladi. Rahmat deyman shunaqa odamlarga, men bilan birga ishlaydigan xodimlar bor. Xuddi shunaqa sog'lom turmush tarziga rioya qilgan holda здоровая пища deydi-yu ruslar. Shunaqa ovqatlarni tayyorlab olib kelib o'zlari bilan birga tanovul qilishadi va havas qilaman shu narsaga. Lekin afsuski ko'pchilik holatda biz o'sha birinchi aytgan holatga qaytamizda, sabrsizlikka boramiz. O'shanaqa keraklimi, keraksizmi bilmadim, uni fast foodga bog'lanib qolganmiz. Buni tan olishimiz kerak. Tan olish kerak. Rad etib bo'lmaydi. Shunaqa. Va arzonga uchish deydi-yu. Masalan, sog'lom turmush tarzi sizga aytsam, juda qimmat turadi. Men urinib ko'rganman. Juda qimmat turadi. Va sog'lom ovqatlanish ham fast foodga nisbatan karra qimmat turadi. Shunday. Endi qanday tushuntirsam sizga? Balkim bo'ydoqligim sabab sog'lom ovqatlanishga bir tarafdan sabrsizman. Aynan nima uchun? Menga hozir eng qulay bo'ydoq yigitga nimalar qulay? Bo'ydoq yigitga eng qulay tez ovqatlansin, tez ishini bitirsin, tezroq yursin, ovqatlanib, ovqat pishirish ancha qiyin vaqt oladi. Shunaqa. Sog'lom ovqatlanishga, mana shu tezlanib ketishimizga bir sabablardan biri mana shu bo'ladi. Shunaqa. Eng katta savol, Sadir Mahramovich, eng katta savol. O'zi hozir podkastimiz bioaktiv qo'shimchalar bo'yicha. Bioaktiv qo'shimchalar aytdik, o'zi ishlaydimi, ishlamaydimi, qanaqa holat? Misol uchun, men oddiy o'zimdan kelib chiqib savol bering, mayli auditoriya keyin o'zligi uchun bilib olishadi. O'zimdan kelib chiqib savol beraman. Men haqiqatan ham
bioaktiv qo'shimchalar, bat, vitaminlar o'zi qabul qilishim kerakmi? Ozgina pauza ushlab turib, sizga bitta gap aytaman. Har kuni ertalab uyg'onganingizda oynaga qaraysizmi? Albatta. Oynaga qaraganingizda sizni hamma narsa qanoatlantiradimi? Qiyin masala. Hammada kompleks bor deb o'ylayman. Kompleks. Ko'zlaringizni nuri avvalgidaqa yoshligingizdagidek deb o'ylaysizmi? Yo'q, ancha o'zi yoshlikdan, yosh bolalik paytlarimiz yoki yoshlik o'smir paytlarimizdan ancha o'tib ketdi. Vaholanki hali 30 ga ham kirmadi. Yo'q. Hayot endi boshlanyapti, lekin Shunday. boya aytganimizdek, yig'ilib qolgan charchoq hissi, tez hayot tarzimiz, Shunday. sifatsiz ovqatlanishimiz, sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligimiz, buni barchasi o'z-o'zidan sizda oynaga qaraganingizda o'zingizdan to'laqonli ravishda qanoatlanmasligingizga olib keladi. Kimdir sochini yo'qotgan, kimdir ko'zidagi nurini yo'qotgan. Hammada har xil. Ha? Hammada har xil. Xuddi shunaqa. Kimdir tetikligini yo'qotgan, ertalab ishga ketishda oldin sochini tarayapti-yu, oynaga qarayapti, ko'zda nur yo'q. Tana tusi xiralashgan, Shu. teridagi muammolari bor. Men o'zimda ham qarayman, onda sonda qarab turaman. Xudoga shukr, men oxirgi 6 oyda aktiv ravishda bat qabul qilyapman. Biologik faol qo'shimchalarni. Shuni ayta olamanki, bat menga kerakmi degan savolni o'zi noto'g'ri. Bizni 21-asrda yashayotganimiz va hozirgi turmush tarzimizdan kelib chiqqan narsa, fikr shuki, hozirgi kunga kelib O'zbekiston yoshlari bo'ladimi, yoshu qarilari bo'ladimi, butun dunyo aholisi bo'ladimi, hayot tarzidan kelib chiqqan holatda menga bat kerakmi degan fikrni o'zi noto'g'ri degan bo'lardim. Nima uchun degan savol. Nima uchun? Xuddi shunaqa ertalab ishga chiqib ketayotganda oynaga qaraganimizda biz o'zimizni tetik his qilmasak, kun davomida ishda ertalab kunning qaysidir qismida tetik his qilishimiz mumkin. Bizda baribir endokrinolog bo'ladi. Gormonlar ta'sirida o'zim motivatsiya olib chiqib 8 soat ishladi, 8 soat ishdan 2 soati zo'r o'tadi-da. Xuddi shunaqa. 8 soat, boring 4 soati zo'r o'tsin. Tushlikni tanovul qilgandan keyin siz charchab qolasizmi? To'g'ri, albatta. Ko'pchilik odam tushlikni tanovul qilgandan keyin uyqu bosadi, uyqusi keladi. Charchab qolish holatlari juda ko'p bo'ladi. Kundan keyingi holatini olaylik. Uyga borgandan keyin hech nima qilging kelmaydi, faqat yotib uxlaging keladi. Xuddi shunaqa. Qarang. Bizda yig'ilib qolgan muammolarning soni shu darajada ko'pki. Men aytgan bo'lardim, bat qabul qilishim kerakmi emas. Qanaqa batni qabul qilsam maqsadga muvofiq bo'ladi degan savolni qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa hozirgi kunda. Bo'lmasa savol qaysi holatlarda qabul qilish kerak o'zi? Qanaqa holatlarda qabul qilinadi o'z batlar? Hamma holatda. Ha, sizlarga auditoriyamizga ham, sizga ham nazar solgan holatda bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik bizni odamlarimiz, xalqimiz orasida shunaqa fikr yuradiki, bat bu kasallanganda ishlatiladigan dorining bir turi. Degan noto'g'ri fikr kundalik hayot tarzimizda endi biologik faol qo'shimcha o'zi aslida xalq orasida bat deb tanilgan. O'shaning uchun biz ham bat deylik, xalq tilida gapirganda. Batlarni qabul qilishi doriga tenglashtirib qo'yiladi. Va shuning natijasidan kundalik hayotimizda kerakli bo'lgan, juda muhim bo'lgan batni biz qabul qilishni kasallikka bog'lab qo'yamiz. Vaholanki shuning fonida bizda sog'lom turmush tarzi yo'q. To'g'ri. Stress bor-u. To'g'ri. Charchab qolish bor-u. Albatta. Ichimizdagi muammolar, terimizdagi, sochimizdagi muammolar, yuzimizdagi muammolar, bular hammasi bor-u. To'g'ri. O'z-o'zidan organizmimizda yetarli bo'lmagan vitaminlar, mikro, makro elementlar bizni erta endi immunitetimiz pasayishi-yu, kasallikning kelib chiqishiga olib boradi. Demak, qaysi holatda foydali bat desak, bu hamma holatda. Hamma holatda. Ha. Tushunarli. Ayniqsa stressdamisiz? Albatta.
Misol uchun men o'zim qanday o'ylardim aytib beraymi? Men o'ylardim, oldin ham endi baribir hozir Instagramda nima ko'p reklamalar ko'p. Oldingi holatlarda qanday bo'lgan? Men o'zi sog'lomman-ku. Men o'zimni sog'lom deb o'ylayman. Hozir siz aytdingiz, kasallikkacha biz olib borar ekanmiz-da. Shunaqa. Men o'zim sog'lomman. O'zim menga nimaga kerak? Nimadir ichsam, menda bu yoqda miyada shunaqa fikr bor, men o'zimni kasaldek his qilaman. Yo men ichyapman, yo men demak kasalman. Yo bunaqa emasligini nasib qilsa bugun gaplashib olamiz-ku, lekin ichyapman, men o'zimni kasal deb hisoblayman. Yo'q, unaqa emas ekan. Bizning odamlarda, auditoriyada qanaqa holat ko'pincha auditoriyamizda boramiz, kasal bo'lgandan keyin yoki oxirgacha olib borgandan keyin dorilar olinadi, keyin vitaminlarga qarab boriladi, badlar qabul qilinadi, shunaqa holatlar. Albatta. Misol uchun menda hozir ehtiyojim borligi qanday ma'lum bo'ladi? Badga ehtiyojim borligi. Juda o'rinli savol. Juda o'rinli savol. Chunki o'zingiz boya aytganingizdek, kundalik hayotimizda biz o'zimizni sog'lom deb o'ylaymiz. Xuddi shunday. Hamma o'zini sog'lom deb o'ylaydi. Kasal bo'lgunimizcha, chunki hamma ham kasal bo'ladi degan fikr bor. Lekin trigger deydida buni. Shunaqa tochkalari bor. O'shanaqa joylarda sizga bad kerakligini o'zingiz sezib qolasiz. Birinchi bo'lib, shunda osongina javob berib qo'ying. Shaharda yashayapsizmi? Albatta. Demak, sizga bad kerak. Qanday holatda? Shaharda yashash hayot tarzi boya biz sanab o'tgan barcha muammolarni qamrab oladi. Qishloq sokin degan joyi. Qishloq salqin, toza, mezza deydi-yu. Shu. Men ham qishloqda yashaganman. U yerni oddiygina havosi va hayot tarzini o'zi shaharning hayot tarzidan juda tubdan farq qiladi. Albatta. Bu bizning o'z-o'zida boya bergan savolim. Stress bormi sizda? Bor. Qishloq hayotida yashaydigan odamlarning stress darajasi va shahar hayotida yashaydigan insonlarning stress darajasi bu umuman boshqa narsa. Juda katta farq qiladi. Shaharda yashaysizmi? Sizda stress holatlari kuzatiladimi? Qo'yilgan oldingizdagi maqsadlarga ozgina bo'lsa ham dangasalik kuzatilyaptimi? Oynaga qarayotganda siz o'zingizni shu oynadan yaxshiroq holatingizni xohlagan bo'larmidingiz? O'zingizga beriladigan savollarni aytyapman-da hozir. Undan tashqari siz yoshingiz 25-30 ga to'ldimi? Boring, 25 qo'yaylik, 30 dan oshdimi? Demak, sizga hozir bad kerak. Nima uchun bad kerak? Boyagi holatlar. Bizning organizmimizdagi mikroelementlar, makroelementlar, vitaminlar, aminokislotalarning kundalik ehtiyoji biz ushlab olgan hayot tarzi orqali qoplanmaydi. Hayot tarzi deganda ovqatlanish orqali biz qoplay olmaymiz. Kundalik vitaminlar dozirovkasini biz kundalik ovqat orqali ola olmaymiz. Yo'q. Afsuski, hozirgi kunga kelib bizning O'zbekiston aholisidan kelib chiqaylik, chunki dunyo aholisi bor, O'zbekiston aholisi bor, har bitta mentalitetning o'ziga yarasha nimalari borda, особенности. Nyuanslari bor. Men o'zimni yosh sanayman. Siz ham o'zingizni yosh sanaysiz. Shunday. Ovqat orqali qabul qilsa bo'ladi-yu, albatta bo'ladi. Men hamisha shuni tarafdori bo'lganman. Bundan keyin ham bo'laman. Shifokor sifatida birinchi o'rinda men sog'lom turmush tarzini birinchi o'ringa qo'yaman. Agarda sizda sog'lom turmush tarzini kechirish imkoni bo'lsa, albatta sog'lom turmush tarzini tanlagan ma'qul. Shunda to'yimli, parhez deylik, sog'lom turmush tarzida otgan ovqatingizni, to'yimli ovqat, o'sha vitaminlari bor ovqat bo'lgan holatda men vitamin, badlar qabul qilishim kerak bo'ladimi? Hozir holatimga, o'zimning holatimga. O'rinli savol. Agarda sizning kundalik taomlanish ratsioningiz to'g'ri tuzilgan bo'lsa va u yerda bilasizmi, uglevodlar qancha kerak, oqsillar qancha kerak, vitamin, mikroelementlar, yog'lar qancha miqdorda kerak, hammasi yozilgan va nonushtaga nima yeyish kerak, tushlikka nima yeyish kerak, kechki ovqatga nima yeyish kerak, o'sha yozilgan ratsion bo'yicha ratsionni tuzib,
o'sha biz ratsionimizga kerakli bo'ladigan sifatli mahsulotlarda ratsion orqali ovqatlanadigan bo'lsangiz, albatta sizga bad kerak emas. Ha. Lekin degan savol tug'iladi. Lekin siz aytayotgan narsalar уже mani ko'z oldimdan sifr bo'lib ketyapti, ishonasizmi? Sifr bilan o'tib ketyapti-da. Summa. Hech qiziqib ko'rganmisiz? Mana shu auditoriyamiz uchun bitta bir kunlik ratsionni mana shunaqa chiqarib beraylik ekranimizda. Mayli, chiqarib bering. Shundoq chiqarib beraylik. Qizillik bo'lsa-da. Ketdik. Mana shu shundoq rasmini bitta prikrepit qilib beraylik. Bir kunlik ratsionimizni men o'zimiz endi har bitta insonmizda bizni ovqatlanamiz, turmush tarzimiz topishimizga bog'liq. Qanchalik pul topishimizga oyligimizga bog'liq, to'g'ri. Masalan, ko'proq pul topadigan odamlar sifatliroq mahsulot oladi. Masalan, oddiygina go'shtga bog'liq narsa, go'shtning qanaqa joyi bor? Go'shtning qanaqa joyi bor? Baliq turlari bor. Qanaqa baliqda omega kislotasi juda ko'p. Qizil baliqlar deymiz, Qizil baliq deymiz. Albatta bu qizil baliqlarda ham forel deymizmi, losos deymizmi, norvejskiy losos deymizmi, ular juda qimmat turadigan baliqlar. Men o'tgan kunda ko'rdim, kilosi 250 mingmidi yo kilosi emas, nechidir grammlari o'sha narxi ancha. Grammlari 100 minglab ketadi. Shunday. Grammlari 100 minglab ketadi. Kundalik ratsionimizni agar biz butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bizga tavsiya qilgan holatda tutamiz desak, bu o'rtacha hisobda bir kunlik mani ratsionim, mani o'zimga ratsion qilib ovqatlanaman desam, mani bitta o'zimga bir kunlik 400-500 ming so'mlik pulim chiqar ekan. Shunaqa hozir ratsionlarni agar tuzib chiqadigan bo'lsa, sog'lom ovqatlanaman desam, sog'lom turmush tarzi bilan men bunga boraman, bu ishni qilaman. Endi bepullari bu fizik mashg'ulotlarda o'zimizda va o'sha sog'lom turmush tarzini imminni ovqatga bog'laydigan bo'lsak, tanovul qiladigan mahsulotlarimizga bog'laydigan bo'lsak, bizning kundalik ratsion 200 ming so'mdan baland bo'lishi aniq ekan. Kundalik vitaminlar dozirovkasi deymizmi, kerak bo'ladigan qo'shimchalarning dozirovkasini olish uchun kundalik bizda 200 mingdan ziyod, 400 ming, 500 minggacha summa ketadi. Shunaqa produktlardan olish sifatiga qarab. Nima uchun? Men bitta narsani aytgan bo'lardim. Nima uchun? Mahsulotlarning sifati kundan kunga darajalarga bo'linib ketyapti. E'tibor berasizmi, Kamoliddin? Albatta. Go'sht sifati, ayniqsa go'shtlarimiz, sabzavotlar hamma joyda. O'zbekistonniki mesni, chetniki shunaqa bo'lingan, o'sha bo'linish bor. Bozorga borib to'g'ridan-to'g'ri ola olmaysiz. Qayerniki deb so'raydigan savol bo'lib qoldi. Shunaqa savol paydo bo'lgan. Boramiz, to'g'ridan-to'g'ri olmaymiz. Meva qayerniki, go'sht qayerniki, bu qayerniki, hammasi shunga qarab darajaga bo'linyapti demak. Shunaqa. Oddiygina siz o'zingiz oling, mana masalan, ertalab uydan chiqib ketasiz, to'g'rimi? Nonushta qilasizmi? Bo'ydoqlar uchun ancha qiyin narsa bu. Nonushta qiyin masala. Demak, ishga keldingiz. Kun davomida ishlayapsiz-ku, tushlik vaqti bo'lib qoldi. Nimadir tanovul qilmasangiz, o'zi kechgacha bormaysiz. O'zi bosh og'rish boshlaydi. Bitta o'zingizga kamida tushlik uchun qancha pul ketadi? Ketadi 50 mingdan 70 ming, 80 minggacha. 50 mingdan 70 ming, 80 minggacha. O'sha 50 ming atrofida siz nima yeyishingiz mumkin? Eng oson narsa, tez bo'lish uchun fast foodga kirasiz yoki bir porsiya osh bilan shunaqa. Va bu tan olishimiz kerak, haftada o'sha ratsionni o'zi, o'sha rejimni o'zi siz yeydigan narsa bir necha marotaba takrorlanadi, to'g'rimi? Haftada 5 kun ishlasak endi ofisda, bu degani haftada 5 kun ko'chada tushlik qilinadi. Tushlik qiladigan narsangiz ham takrorlanadi-da. Takrorlanadi, variant bo'lmagandan keyin eng yaqini variant chiqaveramiz, yoqqa chiqaveramiz. Variant bor. Lekin variant chegaralanganda. Chunki nima uchun chegaralangan? Cho'ntagingizga mablag'ga qarab chegaralangan. To'g'ri. Mayli siz 50 ming atrofida sarflab tushlik qila olar ekansiz. 50 mingga bo'lmagan talabalarchi? Talabalarimiz. Abituriyentlarchi? O'zimiz ham talaba bo'lganmiz. Somsa, pirashki, shunaqa. Gumba. U yerda muhit sal boshqacharoq. Byudjetga bog'liq. Biz sal nima deydi?
Pirojki deyapsiz, gumma deyapsiz. Rolton. Xuddi Talabalar ovqat. student bo'lganmiz. Da. Hammamiz tanovul qilganmiz. Bu yerda qanaqa sizga kerakli bo'ladigan mikroelement, vitamin, makroelement haqida gap ketishi mumkin? Shunda savol tug'iladi. Shu yetishmayotgan nima yetishmaydi? Mana O'zbekiston aholisi uchun. Yeyapmiz, to'g'rimi? Biz yeyotgan sog'lom ovqatlanishda deymizmi, kundalik ovqatlanishda deymizmi? Biz yeyotgan holatlarda bizga O'zbekiston aholisiga nimalar yetishmaydi? Oddiygina bitta narsani ayting. Ko'p vitamin, mikroelement, oddiygina temir moddasi yetishmaydi. Temir modda. Ha. Vitamin D asosiylardan yetishmaydi. Sanayman desam juda ko'p. Juda barmoq sig'maydi. 22 ta aminokislota bo'ladigan bo'lsa, 11 tasini o'rnini bosish mumkin, 11 tasini o'rnini bosilmaydi. U degani siz albatta o'sha 11 xil aminokislotani tanovul orqali organizmga yetkazib berishingiz kerak degan. Bu juda qiyin mavzu va juda keng mavzu. Qisqa to'xtalib o'tamizda. Sabablar va o'sha sabablarga eltuvchi nima deydi? Mayli. Asosiy manbalar, asosiy muammolar haqida gaplashaylik. Demak, oddiygina temirni olaylik. Dehqonchilikning rivojlanishi bor. Ana qishloqda katta bo'lgansiz, adashmasam. Mana qishloqda katta bo'lganman. O'zimiz olma ekardik. Daraxtlar, hovlida har xil daraxtlar bor. Shunaqa. Bir necha xil olmalarning sortini ekib, o'zimiz shuni terib, zelyonka, qurt yeb ketardi. Oldindan pishadigani, qishga olib qo'yiladigani. Yoshligingizni eslang. Olmaga qurt tushardi. Dori separmidingiz? Albatta. Bo'ladi har xil holatlar. Sepilardi. Agressiv ximiya yo'q edi. Yo'q, unaqa emas. O'z holatiga qo'yiladi. O'z holati. Ko'pincha masalan bizda bir necha tub olma ekadigan bo'lsak, dorini bir marta separdik xolos. Shunda yoki 2-3 yilda bir sepib turiladi. Bir dorilashadi. Asosiy mevani dorilashni bitta usuli bor edi. Endi buni dori deb bo'lmaydi. Biz qurt qumursqalar chiqmasligi uchun daraxtga ohak. Ana shu bizning asosiy manbamiz edi, asosiy dorimiz edi. Himoya vositamiz edi. O'sha paytda olmalarning ta'mi esingizda? Shirin, ancha. Yoshlikdagi u qishga olib qo'yilgani deysizmi, erta pishadigan deysizmi, hammasi. Hali-ku biz 5-10 yil oldinga nazar boqyapmiz. 50 yil oldin ekologiya qanaqa bo'lgani, u paytda yetishtirilgan meva, sabzavotlarning sifati qanaqa bo'lgan? Hamma narsa ekologiyaga, turmush tarziga yetkazib berilayotgan suvga faktorlar ko'payib ketaveradi. Faktorlar ko'p, juda ko'p. Ya'ni qisqa qilib aytganda 50 yil oldin siz olmaning tarkibidagi temir moddasi hozirgi kunga kelib yeydigan bitta olmani qiyosida oladigan bo'lsa edi. 50 yil oldingi olmaning ichidagi temir moddasi hozirgi kundagi olmaning ichidagi temir moddasini solishtirib farqlanadi. Albatta farqlanadi. Bu narsani siz laborator tekshiruvda ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga kiring, Google'ga kiring, solishtiring, chiqib kelaveradi oldingizga, hayratda qolasiz. GMO degan narsani sanoat rivojlanib ketyapti, dehqonchilik, chorvachilik ham rivojlanib ketyapti, talab ko'payib ketyapti, chunki aholi soni ko'payib ketyapti. Demografiya kengayib bormoqda. Shunday. Albatta talab oshib bormoqda. Talabni o'z vaqtida yetkazib berish uchun dehqonlarimiz baraka topsin, ko'pchiligi O'zbekistonning dehqonlariga gap yo'q, ko'pchiligi tabiiy ravishda yetkazib berishga harakat qiladi. Magazinlarga kirsangiz, Polshadan kelgan olmalar, Xitoydan kelgan olmalar, mevalar, boshqasi mandarinding, apelsinning, Eronniki, Afrikaniki, Turkiyaniki, Xitoyniki, olmalar ham har xil davlatdan kirib kelyapti. Bularning nazorat sifatini biz albatta yaxshi degan umidda qolamiz. Lekin baribir bunda juda katta farq bo'ladi. Qisqa qilib aytganda 50 yillik bizni meva va sabzavotlarimizning tarkibidagi bor bo'lgan vitaminlar, minerallar hozirgi meva sabzavotlarning tarkibidagi vitamin minerallarning nisbatidan ancha yuqori bo'lgan. Bir kunlik qarangda, bir kunlik temir moddasini biz olma orqali qabul qilamiz desak, bir paqir olma yeyishimiz kerak ekan. Bir kunlik temir moddasini qabul qilish uchun bu odam bo'kib qoladi. Tushlik, obed, hammasi bir paqir olma bo'lib qolar ekanda. Undan tashqari bir paqir olmani yeyish tasavvur qiling.
yeyish u yoqda tursin, bir paqir olma qancha turadi? To'g'ri. Ha, Minimum 15 ming 20 ming kilosi. 1 kilosi. Bir paqiringiz qancha bo'ladi? Chiqarmi 4-5 kilo. Fiziki kuni bilan olma yeb yursangiz ham 1 kilo olmani manimcha yeyolmasangiz kerak deb o'ylayman. Yoshligimizda balkim yegandirmiz, hozirgi holatimizga kelib yeyish juda qiyin. O'shaning uchun ovqatlanishning o'zi yetarlimi? Shu to'g'ri ovqatlanib yursam men baxt ichishga muhtojmanmi? Yo'q. To'g'ri ovqatlanib yurgan bo'lsangiz, baxt ichishga muhtoj emassiz. Lekin degan joyi bor ekan. Lekiniga javob berdik deb o'ylayman. Albatta. Men hozir temir moddalar va bir nechta yetishmayotgan moddalar bor-ku, shu odamzodni o'zimizni auditoriyamizda qaysi odatlari mana shu narsaga sabab bo'lyapti deysiz, yetishmovchilikka. Aynan bizda mana hozir temir moddasi kamayib borishi bor, aytyapsiz, qanaqadir vitaminlar yetishmovchiligi. Mayli, odamlarni ovqatlanish deysizmi, hayot tarzidagi qaysi odatlari shu yetishmovchiliklarga sabab bo'ladi? Vitaminlar yetishmovchiligiga. Juda qiziq savol. Bitta gap aytaman-da, Kamoliddin. Biz o'zbekmiz, quyoshli o'lkada yashaymiz. To'g'ri. Lekin hozir ham qorong'i xonada o'tiribmiz. Shunday. Quyoshli o'lkada yashasak-da, shahar hayotiga yana bir qaytaylik. Shahar hayoti qishloq hayotidan farqi shunda-da. Shahar hayotida biz ofisga kelib yopiq joyda kamida 8 soat o'tamiz. Kamida 8 soat o'tirib ishlaymiz, faoliyat yuritamiz va yana qorong'ida ishdan chiqib ketamiz. Hozir qish kunlarida shunaqa, eshikdan chiqishingiz bilan o'sha qaraysiz, qorong'u. Shunaqa. To'g'ri. Quyoshning foydali nurlari soat 9 gacha deyilgan. Ertalabki 9. Ertalabki 9 gacha ko'pchilik manbalarda har xil fikrlar yuradi. Hozir bitta gap aytishga inson qo'rqib qolgan. To'g'ri. Asosiy nima shu-yu, 9 gacha deyilgan foydali nurlar. Biz 8 gacha uxlasak, 8:30da shosha-pisha ishga chiqib ketsak, to'g'ri. Amallab 9 ga yetib borish uchun piyoda bora olmaymiz, mashinada. Uydan chiqamiz, shoshayotgan bo'lsak taksi chaqiramiz, ofisga boramiz, ofisda o'tiramiz, kun davomida faoliyat yuritamiz va yana qorong'ida chiqib kelamiz. To'g'ri. Faqat kattalarda emas, yoshlarimizda ham juda shu narsa tarqalib ketgan, vitamin D yetishmasligi. Ovqatda ham vitamin D bormi? Albatta. Aynan qaysi produktlarda? Juda ko'p produktlarda. Asosiy biz hammamiz biladigan, asosiy biz qabul qila oladiganlar. Hammamiz biladiganimiz, butun xalqimiz biladigan tuxum. Tuxumda D vitamini. Tuxumni sarig'i. Sariqni ajratib qo'yadiganlarga yuborib qo'yish kerak ekan. Tuxumni sarig'ini albatta tanovul qiling. Tuxum sarig'ida vitamin D ko'p miqdorda saqlanadi. Nafaqat vitamin D, juda ko'p biz organizmimizga kerak bo'ladigan mikro va makro elementlar, minerallar tuxumni sarig'ida bor. O'shaning uchun agar kundalik ratsionni boya ekranga mana shunaqa chiqarib qo'yamiz dedik-ku. O'shanda albatta tuxum bor. Tuxumni oqini biz oqsil sifatida tanovul qiladigan bo'lsa, sarig'ini biz vitamin va minerallarning manbasi sifatida qabul qilishimiz kerak. Bor. Qo'shimcha deylik, batlar, qo'shimchalar qabul qilish bor-a? Men qabul qilmoqchiman-da, o'zim siz bilan suhbat jarayonida oldin ham suhbatlashib ko'rdik. Suhbat jarayonida men o'sha sekin-sekin qiziqishlarim boshlanyapti. O'zimni tanamga ongli ravishda men o'zimga bir uhod deylik qilmoqchiman. Men batlarni qabul qilish jarayonida qanday parhezni tanlashim kerak? Parhezni ham menimcha siz bir aytgandingiz, har xil turlari bor, to'g'rimi? Shunaqa. Bir necha turi bor, lekin birinchi parhez deyapmiz. Parhez qilish juda yaxshi. Bu parhez sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish tarzi, kundalik ratsionni tuzish bilan o'zi stollar bor-da. Bizdagi parhez bilasizmi? Bizdagi salat bargi, salatga o'sha biz parhez deganda salat ko'z oldimizga keladi. Shunaqa. Undan tashqari hozir juda ommalashgan selderi deydi. Selder. O'simliklarni, stibillarini blenderdan o'tib, trendga chiqib ketdi. Ozishga yordam beradi. Nima uchun ozishga yordam beradi Kamoliddin? Xo'sh. Bitta deputatimiz chiqib esingizda bo'lsa, biz ko'p ovqat yeb qo'yapmiz. Biz ko'p go'sht yeb qo'yapmiz degan fikr bildiruvda. O'zbekmiz, O'zbekiston xalqi nimani yaxshi ko'radi? Manti, somsa, xamir go'sht. Biz juda ham ko'p xamirli ovqat iste'mol qilamiz. Buni tan olishimiz kerak. Albatta. Buni tan olmasak bo'lmaydi. Juda ham ko'p xamirli ovqat iste'mol qilamiz-u, mayli uning ichida uglevod bor, oqsil bor, shuni yoniga men vitamin qo'shaman deysiz, salat
qo'sha salatni ham zo'rini achish shu emas, o'sha bodring bor, pomidor bor, shu ko'katlar bor, to'liq bizga kerakli bo'ladigan mikro makro elementlarni ushlaydigan salatni ham tanovul qildingiz deylik. Kompensatsiya deydi-yu, xamirli ovqat bilasiz zararligini. Shuning uchun kerakli moddalarni salatdan olaman desa, yeysiz, keyin nima qilamiz? Ovqatni tanovul qilamiz, ketidan issiqqina qop-qora choy yoki ko'p choyga mazza qilib urib yuboramiz. Qish kunda albatta ovqatdan keyin, ovqatdan oldin choy bilan ketadi hamma narsa. Mana nima uchun har bittamiz bad ichishimiz kerak. Yo'q. Nima bo'ladi bilasizmi? Ovqatdan keyin juda ko'p olimlar shuni aytishadi-yu, 40 minut davomida nafaqat choy, suv ham tanovul qilmaslikka maslahat berishadi. Ovqatdan keyin. Ovqat jarayonida ham ovqat tugatiboq biz ichamiz-ku. Biz ovqatni boshlashdan choy ichishni boshlaymiz, ovqat paytida ham choy ichamiz. Choy damlar. Qora choy bo'lsin, ko'k choy bo'lsin, sevib tanovul qilamiz. Ovqatdan keyin ham choy, kun davomida choy ichamiz. Ertalab nonushtaga ham choy. Xo'sh. Choyning o'ziga xos yaxshi xususiyatlari juda ko'p, lekini bor. Choy tarkibidagi moddalar vitaminlarning so'rilishiga juda katta xalaqit beradi. Tanaga singishiga, ovqatimizni yuqishiga xalaqit beradigan narsa bu choy. Tasavvur qiling, siz qimmat narsalarni oldingiz, vitaminlarni oldingiz, ichdingiz. Nima uchun dori vitaminlar batlarni suv bilan ichishga maslahat beriladi yoki sut bilan ichishga maslahat beriladi? Choy mumkin emas. Ayniqsa temir moddasi qabul qilayotganlarga, temirni dori sifatida qabul qilayotgan bo'lsa, undan oldin ham keyin ham kamida 1 soat, 1,5 soat choy ichmaslikni maslahat beradi. Bevosita choyni ichidagi tanin degan modda bor-da. Temir moddasini misolida olaylik. Taninlar ular ichakda temir moddasini so'rilishini juda qiyinlashtirib qo'yadigan modda hisoblanadi. Va faqat temir emas, boshqa vitaminlarning ham so'rilishiga bizning ichayotgan ichimliklarimiz gazli, fast foodni yozi issig'ida somsani urdingiz yo bitta shashlik yoki fast food deyapmiz, o'sha gamburger deymiz, bu kirdingiz, ketidan muzdekkina kola ichib yuboramiz. Qanaqa vitaminlar so'rilishi haqida gap ketishi mumkin. Demak, bizda yetishmayotgan vitaminlarimiz bormi, mikro makro element minerallarimiz bormi? Kamoliddin, bunga o'zimiz sababchimiz, hayot tarzimiz sababchi. Bizni tanovul qilayotgan ovqatlar bevosita sababchi. Ratsionimizni ushlash juda ham qiyin, mentalitetimizga borib taqalyapti. Siz parhez qilib yurdingiz, o'simliklardan, ko'katlardan qildingiz, haftada 1 marta razgruzishin deydi. Tanani toksinlardan, shlaklardan, ichakni ortiqcha nimalardan xalos qilib, ko'pincha faqat o't-o'lan, sabzavotlar, mevalar iste'mol qilib o'tkazadigan kuni bor. Haftada iloji bo'lsa 1 kun baliq kuni qilish kerak. Maslahatlari juda ko'p. Bu maslahatlarning eng qizig'i bilasizmi nimada? Biz bularni bilamiz. Yo'q. Aytingchi, aytib ketaveraman. Bularni hammasini biz eshitganmiz. Lekin amal qilmaymiz. Amal qilolmaymiz. Meni o'zim shifokor sifatida aytamanki, men bu narsani bilgan holatda amal qila olmayman. Turmush tarzimiz shunaqa bo'lib qolgan. Chunki o'sha gapda birinchi savolga qaytib biz tezlashib ketganmiz, maqsadlar orqali harakat qilamiz. O'sha harakatning ichida bizni sog'lom turmush tarzimiz afsuski 2-planga o'tib qolyapti. Bu qachongacha degan savol bor. Biz zaxiramiz tugab, immunitetimiz pasayib, kasallanib qolib uyda yotib qolgungacha. Keyin o'zimizga qarashni boshlaymiz. Inson sog'lig'ini qadriga qachon yetadi? O'sha bebaho bo'lgan ne'mat sog'liqni yo'qotayotganda. Xo'p, nima? Bizni yegan narsalarimizni mikroelement dedik, mineral dedik, kerakli tabiiy foydali narsalari so'rilishga xalaqit beradi. Nima? Choy va non. Nonsiz o'zbek bormi? Non iste'mol qilmaydigan o'zbek tasavvur qila olasizmi? Pirashkini non bilan yevoramiz-ku. Kerak bo'lsa shunaqa, somsani ham non bilan yevoramiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Non. O'shalarning orasidan non ham kiradi. Bu juda katta uglevodlarga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Ovqatdan keyin darrov qop-qora choy ichishimizni aytdi-ya, bu eng katta dushmanni aytaymi? Xo'sh. Shakar.
oq zahar. Endi Shakar. bu narsaga qo'shilaman. O'zim ham hayotimda ozgina cheklov qo'yganman shakar o'ziga deylik. To'g'ri shirinliklar bo'ladi, ozgina narsalar bo'ladi, lekin shakar oq zahar bu narsani tan olish kerak. Shunaqa. Bora odamlar bu narsani tushunib yetishadi. Tabiiy bo'ladigan, misol uchun sekin asalga ham, men o'zim asalga ham o'taman. Shakar haqiqatdan siz aytganingizdek to'g'ri. Shakarni cheklashimiz shart va zarur. Va shakarni o'z tarkibida juda ko'p saqlaydigan gazli ichimliklarni ham cheklashimiz juda zarur. Juda muhim. Ko'p eshitganmiz. Buni hamma biladi. Bora amal qilishni ham boshlashadi deb o'ylaymiz auditoriyamiz. Bitta maslahat. Bergan savolingizga javobda. Qanaqa parhez tutgan yaxshi? Men sizga hozir hammasini bir chetdan aytib o'tirmayman, vaqtimiz chegaralangan. Men parhez deganda faqat hamma narsani yig'ishtirib tashladi, faqat salat ye, bodring ye, karom ye, shunaqa narsa deb o'ylayman. Lekin bitta joyi bor-da. Salatni tanovul qilish yaxshi, lekin uning yoniga albatta yog' qo'shishimiz kerak. Qiziqmi? Juda qiziq. Yog'? Hamma yog'i yomon deydi-yu, siz yog' deyapsizmi? Shu. O'simlik yog'i, ayniqsa zaytun moyi. Olivko'y mahsulot deymiz. Olivko'y mahsulot deymiz. Bizda dietologlarimiz oxirgi vaqtlarda hattoki mana bu kungaboqar moyini ham cheklashga harakat qilishyapti, tanovulini. Uni ularning fikri bo'yicha bilmadim bu fikr qanchalik to'g'ri. Chunki biz hayot turmush tarzimiz, pishiradigan ovqatimiz kunga boqar moyida o'shanga bog'langan. Oddiy uyimizda pishadigan ovqatda ham yog' o'rnida xuddi shu kunga boqar moyini ishlatamiz. Zaytun moyida biz ko'pincha salatga ustidan sepib qo'yamiz. Birinchidan bu nima uchun? Birinchidan juda foydali, ikkinchidan bu arzon narsa emasda kamolidan. Zaytun moyini biz har kuni har bitta salatga ishlatsak juda yaxshi maqsadga muvofiq. Albatta biz ozgina o'zimizni moliyaviy tomonimizni ham o'ylash kerak. Albatta. Hamma ham maslahat bergan bo'lardim, albatta. Bitta narsa bor-da, mana shu joyda men tomoshabinlarimizga ham eslatib ketishimiz kerak. Vitaminlarning eng muhimlaridan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K deganlari bular yog'da so'riladi. Yog'da so'riladi. Suvda so'riladi. Boya so'rilish haqida gaplashdik-ku. Boya yog'da so'riladigan vitaminlar bor. Shuning uchun salatingizga albatta siz parhez qilmoqchimisiz? Ratsioningizga salatlarni qo'shdingizmi? Albatta o'shalarning yoniga bitta zaytun moyini ham qo'shib, zaytun moyiga shundoq ustidan sepib turib salatlarni tanovul qiling. Ana ichidagi kerakli bo'ladigan A, D, E, K vitaminlari sizga o'sha moy orqali moyda eriydi-yu, so'rilishi oson bo'ladi, xudo xolasa. Misol uchun men ovqatdan olaman deb o'ylayman-da, ko'p bor-da shunaqa. Misol uchun ana oshda uglevod yog'mani, zig'ir moyi, shunaqa qora go'shtni ovqatdan olaman deb o'ylab qanaqa xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Auditoriyaga ham qiziq. Yeyotgan ovqatdan to'g'ri deb o'tiradigan odamlar ham bor-da. To'g'ri ovqatlanyapman. Lekin xato qilib qo'yadigan joyi ham bor-da. Aslida degan joyi bor. Aslida qanday? Me'yor muammosi. Me'yor muammosi. Har bitta yeyotgan ovqatimizni me'yorida tanovul qilishimiz kerak. Ikkinchi muammo bu ovqatni hazm bo'lishi. Hazm bo'lishi. Osh yedingiz, to'yib yedingiz, mazza qilib yedingiz, o'zingizni ishontirib yedingiz. Zig'ir yog'iga juda foydali hazm sistemasi o'tib ketadi-yu, bu go'sht yeyapman, oqsil. Sabzilari bor, bu vitamin va minerallari bor. Sabzida vitamin A bor, mana men bilaman. Kundalik turmush tarzimizda mayizlari bor, foydali, guruchi bor, uglevod, yog' bu singishga yordam beradi. Shunaqadir. Lekin o'sha tavsiyaga amal qilyapsizmi? Oshdan keyin choy tanovul qilasizmi? Choy, kola, havo holatiga qarab choy ketadi, kola ketadi. Shunaqa. Biz hazm qilishiga ham e'tibor berishimiz kerak edi. Biz organizmimiz yeyilayotgan narsani nima bilan yeyapmiz va nima bilan ichyapmiz. Shu narsani albatta e'tiborga olgan holatda biz agar tanovul qilish rejimimizni o'zgartiradigan bo'lsak,
Bu yerda hech qanaqa menda savol yo'q. Lekin o'sha holatga qaytib biz gazli ichimlik iste'mol qiladigan bo'lsak, shakarlarga juda boy bo'lgan yoki bo'lmasa ko'k choyni oldin ham keyin ham bosib ichadigan bo'lsak, bu albatta yegan ovqatimizning qaysidir qismidagi bizga kerakli bo'ladigan moddalar deylik, vitamin, minerallari bizga organizmga o'tadi, lekin organizm talab qilayotgan miqdorda kiradimi degan savolga javob yo'q. Bizni organizmimizga kerakli bo'lgan miqdorda afsuski ular yetib bormaydi. Qonga o'tmaydi. Qonga o'tsa ham zaxira tugab bo'lgan kerakli maqsadlarda darhol ishlatib yuboriladi. Vaholanki biz har kuni shunaqa hayot tarzimiz biz zaxiramizni kundan kunga kamayib yo'q bo'lib ketishigacha olib kelishi mumkin. O'shaning uchun savol ovqatdan olaman deb o'ylayman, bu to'g'ri fikrmi? Zo'r. To'g'ri, sog'lom turmush tarzi orqali to'g'ri ratsion tuzilgan bo'lsa-yu, siz bizni diyetologlarimiz, olimlarimiz, sog'liqni saqlash tashkilotining berayotgan tavsiyalariga rioya qilsangiz, bo'lmasa yo'q. Boya Salim Bahromovich aytdingiz, diqqat muammolari, soch muammolari, tananing umumiy holati yoki energiya, shunaqa holatlar hozir gap yo'q, juda ham ovqat, pitaniya bo'yicha, ovqatlanish bo'yicha juda ham zo'r anaqalarni aytib o'tdingiz. Savollarimizga javob berdingiz. Keyingi o'sha savollarimizning keyingi qismlari endi sekin-sekin o'sha o'zingiz sanab o'tgan anaqalar bo'yicha bo'lsin. Charchoq deylik, qachon normal holat? O'zi mana to'g'ri, o'zi mana bo'ladi-yu. Charchoq qachon normal holat? Qachon o'zi charchagandan keyin juda ham odam ko'p charchab boradi-yu, xavotir olish kerak. Bu holatda bo'ladi-da, aka. Men haqiqatdan ishladim, mehnat qildim, charchadim. Lekin bo'ladi, hech ish qilmasdan turib charchaydigan odamlarimiz ham bor. O'zimizda ham shunaqa holat kuzatiladi. Qachon bu normal? Qachon bu signal beradi haqiqatdan nimadirga yetishmovchilik borligidan? Xo'p, charchoqqa keladigan bo'lsa, bu juda aktual muammo deb aytdim. Men buni birinchi o'ringa qo'yganman. Shunday. Xalqimiz orasida yoshlarimiz, o'zimiz ham xuddi shunaqa holatga tushganmiz. Demak, fiziologiyaga qaytadigan bo'lsak, qanaqadir fizik harakat qildingiz, jismoniy harakat qildingiz, jismoniy mehnat qildingiz va jismoniy mehnatdan keyin kelib chiqadigan charchoq bu tabiiy charchoq. Va ozgina o'tirib olib, nafas rostlagandan keyin dam olib oldingiz, suv ichdingiz, gidratatsiya. Bu haqda alohida to'xtalib o'tamiz, juda muhim mavzu. Dam olganingizdan keyin charchog'ingiz ketdi, demak bu fiziologik holat. Ya'ni charchoq o'zi bu fiziologik holat. Aqliy mehnatdan keyingi charchoq, jismoniy mehnatdan keyingi charchoq bu normal holat. Har bitta inson charchaydi. Faqat inson organizmi individual. Kimdir tezroq charchaydi, kimdir keyinroq charchaydi. Kimdir chidamliroq bo'ladi. Kimdir chidamliroq bo'ladi. Bu insonning hayot tarziga ham bog'liq, individualligiga ham bog'liq, juda ko'p faktorlar bor bu yerda. Demak, qachon bu xavfli tus oladi? Qachon bu signal bo'ladi? Qachon bu bizga xavotirga o'rinli bo'ladi? Nima alomat sezsam men qanaqadir ish bajarishga o'tishim kerak. Ya'ni vrachga boraymi? Juda ham ko'p charchab ketadi-yu o'sha odam. O'zimda qanaqa holatda charchoq desangiz, bilasizki aka, shunaqa holat siz ko'p fizik holat bo'lmagan, aqliy mehnat qilmagansiz, lekin charchoq. Shunaqa. Shu holatda o'shanaqa holatda bizda masalan dam olgandan keyin ham charchoq hissi tark qilmasa, kechqurun uxladingiz, ertalab turdingiz, uyqudan turgandan keyin ham charchoq hissi sizni tark qilmasa, hafta oxiriga kelib ish haftasi tugab siz bir kun yoki 2 kun to'liq dam olgandan keyin ham boya aytganimizdek dushanba kuni ishga chiqyapsiz, charchab ishga chiqayotgan bo'lsangiz, demak sizda yig'ilib qolgan charchoq sindromi boshlangan. Bu bizga juda katta xavotirli signal hisoblanadi. Biz zudlik bilan qanaqadir organizmga, o'zimizni tanamizga, o'zimizni sog'lig'imizga e'tibor qaratib nimadir qilishni boshlamasak bo'lmaydi. Menimcha bu joyda qo'shimchalar bilan birgalikda boya ancha aytib o'tdik, to'g'ri ovqatlanishi albatta joylashtirsak.
shunaqa. Tanaga kerakli vitaminlar bo'lsa, shunaqa ozgina bir lirik chekinish desa, charchoq insonlarda juda aktual bo'lganligi. erkak va ayollarimizda. Albatta. Erkak ayollarimizda yoshu qaralarimizda qarilarda charchoq juda ko'p kuzatilayotgan holat. Biz O'zbekiston bozorini o'rganayotgan paytimizda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Yoshlarimiz orasida, qarilarimiz orasida, o'rta aholi orasida, o'rta yoshli aholi orasida qanaqa muammolar juda ko'p uchrayapti degan savolni biz o'zimizga o'zimiz qo'yganmiz. Va o'sha muammolarga yechim bo'ladigan va o'sha yechim bo'lishga yordam beradigan biologik faol qo'shimchalarni olib kirganmiz. Shu asnosida o'sha talabga qarab taklif bilan kirib albatta keldingiz. ehtiyoj va talabga qarab biz bozorni o'rganib bu haqda hali ozgina to'xtalib o'tamiz. Balkim keyingi qismlarda, balkim keyingi savollarda mana oldimizda ham turibdi. Bular haqida sal keyinroq to'xtalib o'tamiz. Bekorga turgani yo'q. Charchoqqa yechimi bizda bor demoqchi. Bor, tushunarli. Albatta. Bu bitta narsani qo'shib ketishimiz kerak. Keyinchalik ham menimcha sizda savol tug'ilib qolsa kerak. Oldindan shunga ozgina javob beraman, keyin balkim batafsil to'xtalarman. Bat ichsam yetadimi degan savol. U narsa bo'yicha обязательно. Biz ovqat bo'yicha aytdik. Mana ovqat yesam bat kerak emasmi degan savollar. Bu ko'pchilikdagi savol. Bu narsa bo'yicha to'xtaymiz. Mana charchoqni ham aytib o'tdingiz. Keyingi savol bu qanaqa? Diqqat va xotira muammosi. Bu o'rta yosh emas, yoshlarimizda yoki qariyalarimizda ana boringki, o'rta yoshdagi aholida ham diqqat tarqoqligi, xotira muammosi qanaqa holatlarda o'zi haqiqatan chalg'ish bo'ladimi yoki o'zi haqiqatan ham xotirasi susayib borayotgan bo'ladi. Esimdan chiqib qolibdi, eng ko'p nima narsa eshitamiz bahonalar, esimdan chiqib qolibdi yoki bitta ishni qila olmay qolamiz, diqqatimiz bir joyda emas. Shu holatlarda vitamin yetishmovchiliklarimi yoki kelib chiqish sabablarimi nima deb o'ylaysiz shu joyda? Diqqat muammosi, xotira muammosi, chalg'ish deydimizmi? Fokus ola olmaymiz bitta. Bitta ish qilyapmiz-u, oldimizda bitta narsa turibdi. Shunday. Vaholanki, masalan, abituriyentlarni olaylik. Yoshlarimizda ham ko'p kuzatilyapti deyapsiz-u. Ular 1 yil ichida yoki 2 yil ichida studentlarimiz bor. Endi abituriyentlar olaylik. Ular bir necha predmetni bir paytda ichida vaqt o'qiydi. Ichida o'qiydi. 5 ta fan o'qishadi hozir. Studentlarimiz, talabalarimiz, ular ham bir nechta fan o'qishadi. Tayyorlanishadi imtihonlarga tayyorlanadi. Esda qolish muammosi. Qayerdan kelib chiqqan, nima uchun yoshlarda kuzatiladi? Birinchi savolga qayting, charchoq muammosiga. Charchoq muammosi, stress muammolari o'z-o'zidan keyinchalik xotira pasayishiga, diqqat chalg'ishiga, diqqatning pasayib ketishiga olib keladi. Bog'liq bir-biriga. Har bitta inson organizmidagi har bitta holat bir-biriga uzviy bog'liq. Shu narsani esdan chiqarmang. Diqqat va xotira pasayib ketadi, diqqatimiz tarqoq bo'lib qoladi. Bitta narsaga fokus bera olmaymiz. Siz aytgan joyingiz ham bor edi. Stressga olib kelish ehtimoli bor va men sizdan eshitib qoldim boya. Stress soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Sochlar oqarishiga, nimjonlashishiga, o'zi soch to'kilish holatlari bu aniq bitta narsa deb bo'lmaydi. Genetik jihatdan mana ota bobom kalda sochim to'kilaveradi deb boshlaydigan holatlar bor, bilsangiz. Bor shunaqa. Soch to'kilishi o'zi qachon normal holat, qachon o'zi soch to'kilishini odamlar o'zi jiddiy qabul qilish kerak. Juda yaxshi savol. Shu normal holati bo'yicha aniq ma'lumot bor. Kunga 50 ta 100 ta tola soch to'kilishi sog'lom odamda bu normal holat hisoblanadi. O'zi to'kilayotgan bo'lsa ham demak normal holat. Lekin o'zi ko'p to'kilishi, albatta, mo'rtlashib ketishi, nimjonlashib ketishi, o'zi boshqa muammolari o'zi keyin normaldan bu yoqqa o'tib ketaveradi. Xuddi shunday. Masalan,
kun davomida sochingizni tarashingiz bor, to'g'rilab qo'yishingiz bor, tegib qo'yishingiz bor, e'tibor bersangiz soch tolalari to'kiladi. Ertalab uyg'onganingizda yostig'ingizni qarasangiz, yostig'ingizda to'kilgan sochlar bo'ladi, to'g'rimi? Yuzingizni yuvapsiz, soch tarab ketyapsiz, qaysidir ma'lum qism soch sizni tarog'ingizda qolib ketyapti. O'shalar 50 ta 100 tani tashkil qiladigan bo'lsa, deydi, kun davomida yo'qotadigan sochimizni normasi 100 tadan oshib ketadigan bo'lsa, demak bu уже bizga xavotirli signal. Oshadigan bo'lsa. Ya'ni yotyapsiz, hovuch soch qolib ketyapti. Cho'milyapsiz, ayollarimizda juda ko'p. Ayollarimizga tashlab qo'ying. Cho'milyapsiz, cho'milgandan keyin sochni qurityapsiz, fenda taroq bor, tarayapsiz, fen orqali tarayapsiz, soch chiqib kelyapti. Tarayapsiz. Qarangki, vaholanki, siz sochingizni quritib bo'lgandan keyin o'sha taroqqa qarasangiz, taroqqa tishlari sochga to'lib ketgan bo'ladi. Shunday. Ya'ni hozir aytayotgandek 50 ta 100 ta deyapmiz-ku, hech kim uni sanab o'tirmaydi. Qachon bilinadi? O'sha ko'payib qolsa. Ha, albatta. Ko'zingizga bilinadi. Biz 50 ta 100 tani oldinlari ko'rmaganmiz, chunki bitta, ikkita shunaqa bo'lishi mumkin. O'sha qachon ko'zingizga haqiqatan ko'rinsa, mana hamma joy soch tolasi bo'lib ketyapti. Bu normal holat emas. Oldin siz payqamaganmisiz? To'g'ri. O'sha holatda o'sha keyin harakatni boshlash kerak bo'ladi. Endi bu narsani tasavvur qilish uchun ozgina men misol tariqasida aytib ketaman. 50 ta 100 ta soch tolasi, bitta soch tolasini ko'zingiz oldiga keltiring. 50 ta 100 ta soch tolasi sizni hovuchingizni to'ldirmaydi. Shu 3 ta 4 ta barmoq hovuchingizni tagida qolib ketadi. Ozgina. Va bu kun davomiga agar o'sha 50 ta 100 ta tola sochingizni siz taroqqa qo'yadigan bo'lsangiz, taroq to'lib qolmaydi-yu. Bu narsani biz albatta tan olishimiz kerak-da. Taroq to'lib qolyaptimi? Sochingizni taraganingizda, sochingizni oddiy silkiganingizda ham to'gilib ketyaptimi? Albatta, bu yerda o'sha vitamin yetish bor. Albatta, bu ichki muhitni biz to'g'rilab olmasak, qanaqa shampun, qanaqa krem nima bo'lishidan qat'iy nazar sabab ichkaridan ketyapti-yu. Nima uchun soch to'kiladi degan savolga javob berib ketaylik o'sha o'rinda. Chunki tashqi ta'sir bo'lmasa, yo'q. Tashqi ta'sir omillari ham bor. Albatta. Bunaqa deb bo'lmaydi. Tashqi ta'sir omillaridan biz tanamiz, organizmimiz aziyat chekkanligi sababli ichki zaxiralarimiz tugab ketadi. Tashqi ta'sir omillarini aytdik-ku. Hayot tarzimizni aytdik. Ishimizni, hayot tarzimizdagi kuzatiladigan kamchiliklarimiz, o'zimizga bila turib qilayotgan kamchiligimiz, yo'l qo'yayotgan kamchiliklarimiz, o'zimizga berayotgan zararlarimizni sanab o'tdik-ku. Bu ongli ravishda qilamiz bu ishni biz. Va ongli ravishda qilgan ishimiz bizni organizmimizdagi boya aytgan juda kerakli bo'lgan vitamin, minerallar, mikro makro elementlar, oqsillar, aminokislotalar, yog'lar, uglevodlarning kamayib ketishiga olib keladi. Zaxiramiz tugagandan keyingina soch bu o'zi aslida hashamat, siz bilasizmi? Inson organizmi vitamin, minerallarga juda katta ehtiyoj sezishi boshlaganda birinchilar qatorida soch va tirnoqdan voz kechishni boshlaydi. Soch to'kilib ketishni boshlaydi. Tirnoqlar mo'rt bo'lib sinib qolishni boshlaydi. Birinchi belgilar soch bilan tirnoqlarga ketadi. Biz o'zimiz sog'lom deb fikrlab yurishimiz mumkin, lekin tirnog'imizga bitta qaraylik. Tirnoqni o'zi qancha signal beradi? Oddiygina internetga kirib, tirnoqdan qaysi kasalliklarni, qanaqa holatlarni bilish mumkin deb yozsangiz, internet rivojlangan zamonda yashayapmiz. Biz sun'iy intellekt rivojlangan zamonda yashayapmiz. Sun'iy intellektni bitta berib ko'ring o'sha savolni. Sizga kamida 2-3 betli varoli narsa kelib chiqadi. Oddiy tirnoq, hali sochcha aytmayapman. Yuzimiz, terimiz, sochimiz, tirnog'imiz, ko'zimiz, tilimiz bizga yaqqol signallarni bera oladigan o'rmonlar. Odam tanasini, signalini odam o'sha sayt sanab o'tgan narsalarga qarab, nima yetishmovchiligi, nima kasalligi bor bilib, bekorga doktorlarimiz ham ko'zlarni bundoq qilib ko'rib, tilingizni oching, shunaqa, og'zingizni oching, shunaqa holatlarga qarab bo'ldi, tushunarli. Shu men teri deyapsiz, Sadam Bahromovich, teri holatlari, bu narsani men uzoqqa bormaylik, o'zimni holatim dedingiz-a? O'zingizni holatingizda o'sha belgi bergani, shunaqa. Qachon bu normal holat, teridagi terining holati, odamni o'zini umuman olganda o'zini kompleksiy butun turishi holatida qanaqa holatda bilinadi? Qanaqa holatda
уже normal. Odam o'zi oldinlari bir yarqirab turardim deydi. Shunaqa. Bo'ladi-yu. Yoshligimda men ham yarqirab eski rasmlarimizni ko'ramiz, yuzimiz yorqin, chiroyli. Bir oynaga qaraymiz, уже yuzda nur ketgan, yuzda qanaqadir toshmalar paydo bo'lgan, Dog'lar paydo bo'lgan. Toshma demaylik, dog'lar paydo bo'lgan, ajinlar, dog'lar, shunaqa holatlarda qanaqa vitaminlar yoki bo'lmasam qanaqa holatlar, yechimlar qanaqa, nimalarni to'g'irlash kerak bo'ladi terini holatiga. Endi normal terini holatini biz hammamiz bilsak kerak. Albatta. Ha? Albatta. Normal terini holatini bilmoqchi bo'lsak, Yoshligimizda. ko'pincha Yoshligimizdagi rasmlarni bolalarimizni qaraylik. Kattalarda ham plus minus xuddi shunaqa holat bo'lishi kerak. Ya'ni teri quruq bo'lmasligi kerak. Terida ajinlar iloji boricha kamroq bo'lishi kerak, dog'lar kamroq bo'lishi kerak. Ideal holatini aytyapmiz-da biz. Afsuski juda ko'pchilik erkaklarimizni, faqat ayollarimizni demayman, erkaklarimizni o'zimni ham misol qilib ko'rsatdim, terimda dog'lar ko'payishni boshlagan. Ishimiz shunaqa stress. Men nimaga bog'layman bu narsani? To'g'rimi? Nimaga bog'layman? Hayot tarzimga bog'layman. Stressga bog'layman, chunki ishimiz juda ham murakkab ish, juda katta mas'uliyatni talab qiladigan ish bo'lgandan keyin biz doimo stressdamiz. Stressdan qutulish uchun batlar ichamiz. Nima? O'zimizga yordam berishimiz kerak, to'g'ri? Lekin yo'naltirilgan batlar qabul qilsangiz, qaysidir muammo nazardan chetda qoladi baribir. Kompleksni uhod deymiz. Kompleks uhod bizda u yoki bu narsaga yo'naltirilgan bo'ladi, chunki barcha vitamin minerallarni bitta kapsulaga yoki bitta idishga olib kelib solib turib ichsangiz, uni hammasi so'riladi degani emas. Vaholanki barcha vitamin va minerallarga muhtojlik 100% holatda kuzatilmaydi. Faqat qanaqadirlari yetishmovchiligi boshlanadi. Shunaqa. Teri muammosiga keladigan bo'lsak, ham birinchi bo'lib teri bo'yicha maslahat bergan bo'lardim. Teri bu ichakning ko'zgusi. Inson ichaklarining ko'zgusi. Teri holati. Agar sizning oshqozon ichak sistemangizda qanaqadir yaqqol muammo kuzatilayotgan bo'lsa, demak sizning teringizda qanaqadir o'zgarish ketyapti. Dog' paydo bo'lyapti. Ajinlar tushib ketyapti. Quruqlashib ketyapti, qavarib qolyapti, terim qavarib qoldi, qarilarning terisiga o'xshab qoldi deymiz, to'g'rimi? Bu teri ichakning ko'zgusi. Demak, sizni oshqozon ichak sistemangizda muammo bor. Bu narsa to'g'ridan to'g'ri ovqatlanishga qarab boradimi? Albatta. Bizni har bitta narsamiz uzviy bog'liq deydi-ku. Ovqatlanayotgan ovqatimizning sifati, ichayotgan o'sha gazli ichimliklarimiz yoki bo'lmasa keraksiz narsalar deymiz, masalan, nimani aytishimiz mumkin? O'sha haddan tashqari ruslarda shunaqa zloupotreblять deydi-yu. Juda ko'p ovqat yeb qo'ysangiz, to'yib qoldingiz, hazm qila olmay qoldingiz. Juda ko'p issiq choy ichib qo'ydingiz yoki issiq bilan sovuqni birdaniga aralashtirardingiz. O'shanaqa holatlar bizni tanamiz, ichaklarimiz so'z signalini berishni boshlaydi. Oshqozon ichak sistemasida muammo kelib chiqishni boshlasa, bizni ichaklarimiz terimizga so'z signal beradi. Shu joyda savolim tug'ildi. Uy sharoitida mana hozir aytdik-ku, odam shu belgilarni beradi dedik-a. Men uy sharoitida qanaqa holatda bir o'zimni tekshirsam bo'ladi, qanaqadir belgilar bormi? O'zimda muammo borligini bilishim uchun. Nimada muammo borligini tushunishim uchun. Bor va juda oson. Juda oson. Qanaqa belgilar bor? Uy sharoitida emas, siz o'tirgan joyingizda har bitta inson, har bitta tomoshabinimiz hozir o'zidagi muammosini aniqlab olish mumkin. Tirnog'ingizga qarang. Tirnog'ingiz pushtirang, tep-tekis bo'lsa, mo'rt bo'lmasa, demak sizda mo'rt bo'lmasa, demak sizda ko'pchilik narsa joyida. Tirnog'ingizga qarang, agar mo'rtlashgan bo'lsa, sinib ketayotgan bo'lsa, g'adir-budir bo'lib qolgan bo'lsa, qanaqadir tirnog'ingizda dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, bu sizga signal, birinchisi. Ikkinchisi, uyqu sifatingizga e'tibor bering. Ertalab uyg'onganingizda uyquga to'yib uyg'onyapsizmi? Hayotiy energiyaga boy tarzda siz o'rningizdan turib hayot tarzini olib boryapsizmi? Yo'q bo'lsa, demak sizga ikkinchi signal. Uchinchi signalimiz? Bu uchinchi signal kayfiyat. E'tibor berasizmi hech? Arzimagan narsaga
biz ko'p jahl qilib qo'yamiz. Shunday. Jahlimiz ko'p tez chiqadi. Hm? Shaxsan o'zimda, ayni boshqalarni aniq qilmay, shaxsan o'zimda tez jizzaki. Yo'lda ketyapmiz, oddiy misol. Mashina haydayotganda. Mashina haydayapmiz, oddiygina oldingizda kimdir kesib o'tdi oldingizda. Pavortnik yoqib bizda nima qabul qilingan, shoferlarimizga rahmat. Kimdir yo'l beradigan bo'lsa, avarikani yoqib qo'yamiz. Yo'l berdingiz, o'sha u ham bechora, u ham shu charchoqda xuddi shu shiddat bilan kechayotgan hayot tarzida yurgan, sizga rahmat deb qo'yish esidan chiqib qoldi. Bu katta muammoni ochmayapman, oddiy muammo. Aytam, o'tkazib yubordim-u, rahmat deb qo'ysam o'lasanmi, bunaqa deb gapirib ketamiz. Yoki bo'lmasa oldimizdan kimdir kesib o'tsa, orqasidan quvib yetib o'sha bilan biz muammoni hal qilish payiga tushib qolamiz. Kayfiyat. Oddiy ishda o'tirgan paytimizda kimdir bizga ozgina yoqmaydigan gap aytib qo'yadigan bo'lsa, o'sha odam bilan gap talashib ketamiz. Bu narsa kun davomida yig'ilib, afsuski oilamizga borgandan keyin o'sha yig'ilib qolgan yomon kayfiyat bizni oilamizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi ayni turgan gap. Kayfiyat. Uchinchi signal bu kayfiyat. Kayfiyat. Qachon mutaxassisga yoki bo'lmasam badlarga o'sha nima deydi? Aloqaga chiqish kerak deydi-ku. Uchrashish kerak. Mutaxassis deganda bu faqat doktorlar emas. Faqat doktorlar emas. Kerak odam muammolarni bildi. O'sha muammolarga yechimni aloqaga o'sha izlashni boshlash, qachon boshlash kerak? Badga boraymi, doktorga boraymi degan savolingiz qisqasi shu. Tushundim sizni. Qarang, mutaxassisga yuqorida aytilgan holatlar kuzatilsa, masalan, bu kayfiyat jizzakilik, bu charchoq hissi, yig'ilib qolgan charchoq hissi bo'lsin yoki bo'lmasa o'sha sizni tanangizni qaysidir joyida og'riq hissi paydo bo'lgan. Avvalgi qilayotgan ishingizni, kundalik hayotingizda bajarayotgan mehnatingiz bo'lsin, aqliy mehnatingiz bo'lsin, o'sha narsalarni siz bir oy, bir yil, bir hafta oldinga qaraganda sustroq bajarishni boshladingiz va siz shu narsani sezyapsiz. Demak, meni maslahatim albatta laborator tekshiruvlardan o'tib, mutaxassisga murojaat qiling. Lekin o'sha kunni o'zidayoq shu narsani siz sezishni boshladingizmi? Mana bizda 3 ta signalni aytdik. Shuni hatto hech bo'lmasa sizda bittasi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta o'sha kunni o'zidayoq sizga bat ichishni boshlashni maslahat bergan bo'lardim. Bu narsa обязательно ko'r-ko'rona emas, konsultatsiya orqali mutaxassisi bo'ladigan bo'lsa, endi yaxshi batda o'zini mutaxassisi bo'ladi. Обязательно bo'ladi. Yaxshi batda yaxshi mutaxassis bo'ladi. Sizga qaysi holatingizga qarab konsultatsiya berib, sizga to'g'ri kerakli bo'ladigan biologik faol qo'shimchani tanlab beradigan mutaxassisga uchrasangiz, bular sizni yo'naltira oladi bu narsaga. Tahlillar natijasida qanaqadir kasallik aniqlansa va aynan o'sha kasallikni bad orqali davolayman degan noto'g'ri tushunchaga yoki shunaqa tushunchaga, to'g'ri noto'g'rilik bilmadim, shunaqa tushunchaga nima deb qaraysiz? Salbiy qarayman. Bizni ana juda aktual joyga yetib keldik. Zo'r ancha aktual joylarga kelyapmiz. Qarang. Bizni xalqimizda juda katta noto'g'ri fikr yuradi. Mana shu yerda men batafsilroq to'xtalib o'tib ketmoqchiman. Juda katta noto'g'ri fikr nimada? Bad bu dori deb o'ylashadi. Dori. Bunga ham xarajat qilib o'tiramanmi? Bularni reklamasi shunaqa olib boryapti-yu, dorini ichib nima qilaman? Batni ichsam vobshe hamma narsani tuzatib qo'yar ekan degan noto'g'ri fikr shakllanib qolgan xalqimizning orasida. O'zi shunday. Bu tubdan noto'g'ri fikr. Bad bu dori emas. Shu narsani biz tushunib olishimiz kerak. O'z nomi bilan. Hurmatli tomoshabinlar, shu narsani aytamanki, bad bu dori emas. Nima uchun? Bad sostav deydi, tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, mana oddiy bitta batimizni olaylik, oldimizda turibdi. Tarkibini oladigan bo'lsak, buning ichida vitaminlar, mikroelementlar, makroelementlar, aminokislotalar bor. Ya'ni bu har bitta batimizni tarkibidagi moddalar deylik, bu bizning kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan narsalar, moddalar. Har kuni bizga kerak bu narsa. Har kuni biz bu narsani tanovul qilish orqali qabul qilishimiz kerak. Vitamin D quyoshda yursa, vitamin D terimiz orqali sintez bo'ladi. Qolganichi? Tanovul orqali qabul qilinadi. Dori bilan batni aralashtirib qo'yish noto'g'ri fikr. Chunki dori bu
har bitta inson kasallangan payti, kasallik aniqlangan muddatdan laborator tashxislardan, laborator tahlillardan tashxis qo'yiladi va o'sha tashxisga asosan o'sha dori buyuriladi bu insonga va bu dori o'sha tavsiya qilingan kursda ichiladi va kasallik yo'q bo'lishi bilan tugatiladigan narsa bu dori. Bu dori sanaladi. Bu dori sanaladi. Dori qisqa muddat ichida ichiladi. Bor, uzoq muddat butun umr ichiladigan dorilar bor tavsiyasiga qarab. Bu yerda albatta bu narsani aytib ketmasak bo'lmaydi. Inson salomatligi shuni masalan yuragida muammosi bor insonlar, yoshi bir joyga borgan, qon bosimi ortgan insonlar uzoq muddat davomida dorilarni qabul qilishi kerak. Lekin asosiy dori nima deydi? Dorini formulirovkasi deydimi? Dori haqida aytadigan gapimiz shuki, dori bu kasallikni boshlangandan keyin buyuriladigan, tavsiya qilinadigan narsa toki uning tugashigacha. Badlar o'z nomi bilan biologik aktiv qo'shimcha. Xuddi shunaqa. Bu qo'shimcha sifatida menga bir o'zingiz aytgan edingiz, esimdan chiqmaydi. Kasallikni davolash vaqtida, boshlangan vaqtda dori ichiladi. Kasallikni o'sha davolashgacha olib bormaslik uchun, oldini olish uchun badlar qabul qilinadi deb aytgansiz. Xalqimizga tushunish uchun, oson bo'lish uchun oddiygina qilib tushuntiraman. Dori bu kasallik paytida, bad bu kasallik bo'lmasligi uchun. Bo'lmasligi uchun. Shunaqa. Juda zo'r tushuntirish bo'ldi. Hozir mana bioaktiv deyapmiz. Organik degan so'zlar bor. O'zi nimani anglatadi odatda mana shu so'zlar? Bioaktiv, organik. Odamlar, auditoriyamiz nimani tushunishi kerak? Bioaktiv qo'shimchalar deyapmiz, organik 100% mana shunaqa narsa. Odamlarimiz nimani tushunishi kerak? Ozgina tushuncha berib o'tsangiz. So'nggi paytlarda juda ko'payib ketdi. Ko'p. Deyarli har kuni eshityapmiz shunaqa narsalarni. O'zi nima bu? Qiziqqan odamlar o'zi buni bioaktiv degani nima? Organik degani nima? Faqat dorini eshitgan xalqimiz uchun ozgina tushuncha bersak. Keling tushuntirib ketay. Organik bu tabiiy usullar orqali olinadigan biologik faol qo'shimcha. Tabiiy usullar. Ya'ni masalan o'zimizni olib kirayotgan mahsulotlarimizni, Prolab mahsulotlari haqida ozgina aytib o'tadigan bo'lsak, ular 100% o'simliklar asnosida, o'simliklardan olinadigan ekstraktlar asnosida ishlab chiqarilgan biologik faol qo'shimchalar. 100%. Bu yerda 1 gram ham hayvon mahsuloti yo'q, hatto kapsulasida ham. Kapsulasida. Hatto kapsulasida ham. Ko'p kapsulalar jelatin orqali. Albatta. Jelatin, hayvon mahsulotlaridan qilingan jelatin orqali kapsula yaratiladi. Bizning mahsulotlarda 1 gram ham hayvon mahsuloti yo'q, kapsulasi ham даже aytadi veganlarga to'g'ri keladi. 100% veganlarga mos. Barcha buni tasdiqlovchi sertifikatlari mavjud. 100% tabiiy, ya'ni organik degani tabiiy mahsulotlardan, kimyoviy yo'l bilan olinmagan u tabiiy mahsulotlardan olingan degani organik degani. Tushunarli. Kimyoviy laboratoriyada yaratilmagan, tabiiy bor mahsulotlardan olingan degani organik degani. Qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak. Bioaktiv degani nima? Bioaktiv, ha. O'sha organik mahsulotlarimizni bioaktiv bo'lishi bu hujayra darajasida ishlashiga bioaktiv deyiladi. Agar siz tanovul qilayotgan bad deylik, biologik faol qo'shimchalaringiz organik bo'lsa-yu, hujayralar darajasida ishlaydigan bo'lsa, bu bioaktiv deyiladi. Bioaktiv qo'shimcha. Biologik faol qo'shimcha degani bu bioaktiv deyiladi. Mana ko'p deyapmiz. Ko'p hammasi reklama. Bularni hammasi reklama. Otni kallasiga narx qo'ygan yoki reklama degan, hammasi reklama degan fikrga qanday qaraysiz? Bioaktiv qo'shimcha, badlaring reklama qo'ymanga. Gapirma badlarni. Hammasi bularni reklama. Shu haqida fikringiz bor. Afsuski, men shifokor sifatida, mana farmatsevtika faoliyatida 12-13 yil bo'ldi faoliyat yuritayotganimga. Insonlarning fikrini chalg'itib qo'yish hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri bo'lib qoldi. Insonlarda nima uchun buni hammasi reklama degan fikr kelib chiqadi. Quruq va'da berishlar ko'payib ketdi. Bu narsa ancha bozor holatida muammolar keltirib chiqaryapti. Konkurensiya
yuqori cho'qqi darajasiga yetgan, Konkurent har kim o'zini yuqorida. olib kelgan mahsulotini sotishi kerak, Shunday. o'z faoliyatini olib borish kerak. Shuning ichida ta'sir qiladigani ham bor, ta'sir qilmaydigani ham bor. Buni hammasi reklamaga bog'liq. Reklama bizning hayotimizda asosiy o'rinlarda asosiy o'ringa ega bo'lgan narsa. Bu reklama tarixdan bizga juda kerakli narsa. Biz ham o'zimizni faoliyatimizni reklama orqali olib boramiz. Lekin reklama faoliyatining tabida, orqasida, demak, uning orqasida qanaqa mahsulot turibdi? Shunaqa reklamalar ko'raman. Shunaqa va'dalar, shunaqa уже borki, ichdingiz, qabul qildingiz, bo'ldi, sizda hech qanday muammo yo'qdi. Shunaqa. Faqat aynan o'shani o'zi, mana hozir biz qancha gapirdik yuqorida. Faqatgina o'zi muhim emas, faqatgina o'zi ishlamaydi. Bu yoqda to'g'ri ovqatlanish, sog'lom ovqatlanishni oldini bosmaydi degan joylar bor. Albatta. Aynan o'sha narsalar hammasi reklama degan fikrda auditoriyada shunaqa fikr uyg'otyapti. Men tomoshabinlarimga yuzlanmoqchiman. Aynan o'sha reklama borasida bir og'iz gapim bor. Reklama insonni bir marotaba aldaydi. Shunday. Natija insonni aldamaydi. Agar siz qabul qilayotgan mahsulotingizdan shu reklamani ko'rdingiz, o'sha mahsulotni tanovul qildingiz, qabul qildingiz, bu bad bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, siz kutgan natijani beradigan bo'lsa, demak bu reklama xolisona yo'lga qo'yilgan reklama. Ya'ni u natijasiga biriktirilgan holatda ishonch orqali chiqayotgan reklama. Agar shunaqa bo'lsa, biz bunaqa tadbirkorlikni, bunaqa faoliyatni ikki Qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta. Afsuski, o'zingiz aytganidek, insonlarning buni hammasi reklama, hammasi bir nima deydi, bir tiyinga arzimaydi, bir pulga qimmat degan fikrlarni kelib chiqishiga ko'pchilik holatda ba'zi bir tadbirkorlik faoliyati yuritayotganlarning ham hissasi yo'q emas deb o'ylayman. Bo'ldi, nasib qilsa bu aynan prolab bo'yicha ham to'xtalib o'tamiz hali. Hozir ayol qizlarimizga, opalarimizga yuzlanmoqchiman. Ayollar uchun mana beauty yo'nalishi, go'zallik, kosmetika, ayollarimiz o'zlariga qarash bo'yicha albatta erkaklarimizdan ancha yuqorida turishadi. Ayollarimiz bizni e'tiborimizni tortishlari kerak, e'tiborimizni qaratishlari kerak. Shu uchun ayollarimizga, opa-singillarimizga go'zallik, kosmetika, o'zlariga uxoviy yo'nalishda qanday qo'shimchalar haqiqatdan yordam beradi yoki ular hozir rosa ko'p ko'rganman, o'zlariga har xil eksperiment qilib ko'rishadi. Shunaqa. Nimadir ukol bo'ladimi, nimadir surtish kerak bo'ladimi, nimadir kuydirish kerak bo'ladimi, ichish kerak bo'ladimi, hammasini eksperiment qilishadi. Lekin o'zi haqiqatdan qanchalik foyda beradi, qaysi biri foyda beradi, bunga nima deysiz? Beauty yo'nalish, bu bilasizmi, O'zbekistonda hozirgi kunga kelib juda aktual yo'nalish, juda trendga chiqqan yo'nalish. Insonlar kosmetologiya, dermatologiya, plastik xirurgiya deymizda, bu juda rivojlandi va yaxshi tomonga rivojlandi. Kamoliddin shuni aytaman, juda yaxshi tomonga rivojlandi. Sifatli mahsulotlar ham juda ko'paydi. Chunki bu teri-yu, bu yuzu. Sifatsiz mahsulot teri sraz aytadi. Darhol siz sifatsiz mahsulotni ishlatsangiz, teri sizga darhol aytadi. Bittada biladi, qabul qilmaydi. Shunaqa. Ayollarimizdan ko'p eshitganmiz. Yuzimni buzvordi. Shunaqa. Bunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. Lekin bitta joyi borda, siz ayollarimiz salgina xafa bo'lib qolishmasin. Hozirgi kunda hozirgi kunda emas, o'zi umuman ayollar o'zining chiroyli bo'lishi, yuzlari tiniq bo'lishi, o'zlarini sog'lom ko'rinishlari, hamisha gullab yashnab turishi uchun erkakning e'tibori, bu menimcha noto'g'ri fikr. Ya'ni chunki hamma ayollar ham erkaklarning e'tiborini qaratish uchun emas,
o'zlari kundalik hayotida biz O'zbekistonimizda erkaklar va ayollar teng huquqli hisoblanishadi va ular ham xuddi bizga o'xshab faoliyat yuritishadi. Biz ham o'zimizga qanchalik oro berib, qo'limizdan kelgancha e'tibor beradigan bo'lsak, ayollar ham xuddi shunaqa yo'nalishda o'zlariga e'tibor qaratishadi. Ularning e'tibori bizga qaraganda ancha yuqori turadi. E'tibor darajasini aytaylik, masalan biz erkakligimizga boramiz, yuzimizni yuvamiz, chiqamiz, ketamiz, ishga shoshyapmiz. Ayollarda ozgina e'tibor ko'proq kerak bo'ladi. Ayollarda bu narsalarning ishlashi deysiz, masalan, ayollar uchun beauty qanaqa qabul qilish kerak, qanaqa rejim bo'lishi kerak, beauty protseduralar o'zi kerakmi yo'qmi? Albatta, agar sizda beauty protseduralarga, beauty muolajalariga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bular albatta kerak. Lekin bitta narsani aytishimiz kerak, har bitta o'tkazilayotgan muolaja bo'lsin yoki bo'lmasa ichilayotgan biologik faol qo'shimchalar bo'lsin, albatta kurs bilan bo'lishi kerak. Chunki bu terida yuzimiz, qo'limiz, bu bizni ko'zgumiz. Har bitta inson bizni yuzimizga qarab qanaqadir kerak bo'lsa birinchi bahoni beradi. Kurs deganingiz ma'lum bir muddat. Albatta. Biz bir kun dori ichyapmiz, ertasi kuni natija kutyapmiz. Bu albatta noto'g'ri fikr. Tezda natija berish, tez natijani kutamiz. Nima uchun ayollarimiz ko'pincha batlardan voz kechib yoki bo'lmasa batlarni orqa planga qo'yib turib, birinchi o'sha kremlar bo'lsin-da, siviritka deydi, masalan, hozir mezoterapiya deydi, siviritka deydi, o'sha narsalarga e'tibor juda ko'p qaratadi, chunki ular o'zini effektini darhol beradi. Lekin qisqa muddatda effekt beradi. Buning sababini biz ichkaridan to'g'rilashimiz kerak. Biz to'g'ri ovqatlanish rejimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yishimiz kerak va albatta biz bunga yo'naltirilgan o'zining batlarini qabul qilishni boshlashimiz kerak. Boya aytganimizdek, ichak bu terimiz, bu ichakning ko'zgusi. Agar biz oshqozon ichak faoliyatini normaga qo'yadigan bo'lsak, terimiz uchun kerak bo'ladigan barcha mikroelementlarni, minerallarni joy-joyiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bizni keyinchalik bu uzoq muddatni ko'zlayapman-da, chunki odatda terida ko'rinish uchun ichayotgan batlarimizning ta'siri terida ko'rinish uchun 1 oydan 3 oygacha muddat kerak bo'ladi. Muddat kerak. Albatta. 1 oydan 3 oygacha effektini sezishimiz uchun. Bu holatda men nimani tavsiya qilgan bo'lardim? Siz bugunoq bat iste'mol qilishni boshlang va protsedura, makiyaj deysiz, boshqa deysiz, uni to'xtatmang. Lekin shu 1 oydan 3 oygacha muddat ichida siz kerak bo'ladigan bo'lsa, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ysangiz, jismoniy faollikni ko'taradigan bo'lsangiz va sizda barcha organizm uchun teriga, o'zingizga kerak bo'ladigan mikro-makroelementlar, vitaminlar, oqsillar, aminokislotalar yetarli darajada bo'lsa, sizni chuqur makiyajga deylik, chuqur makiyajga ehtiyojingiz qolmaydi. Teridagi dog'larni siz yashirib yurishga majbur bo'lmaysiz. Xollarim ko'payib ketdi, dog'larim ko'payib ketdi deb siz siqilib yurmaysiz. Terilarim qurib qoldi deb siz siqilmaysiz. Teringiz xuddi shu o'zingiz qanday orzu qilgan bo'lsangiz, qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa o'sha holatga keladi. Dog'laringiz kamayadi. Sizda ko'payib ketayotgan toshmalar o'z-o'zidan kamayadi, chunki buni hammasini asnosida sizning zaxirangizda yetishmovchilik, sizning tanangizda yetishmovchiligidan sabab bo'lgani uchun shu narsa kelib chiqyapti, shunaqa holatlar. Ya'ni prolaptda bilishim bo'yicha bu pozitsiyalarni, bu muammolarni yopadigan pozitsiyalar bor. Albatta. Bu narsalar bo'yicha albatta to'xtalib o'tamiz. Ayollarimiz haqida gaplashib oldik. Sadir Bahromovich, erkaklarimiz, yigitlarimiz, aka-ukalarimiz bor. Erkaklar ko'p oladida sportga, fitnessga chiqishadi. Sport qo'shimchalari bor. Xavfsizligi bo'yicha qanchalik nima deysiz, qanchalik shu joyda e'tibor berishlari kerak? Borda men bilaman, shaxsan o'zimning yaqinlarim ichishadi. To'g'ri, bir zo'r anaqa borda. Aka, protein zararmi degan joy bor. Yo'q, protein bu oqsil. Lekin ne только protein, har xil ximiya qiladigan aka-ukalarimiz bor yoki bo'lmasam energetiklar bor. Shunaqa. O'shalar bo'yicha, sport qo'shimchalari bo'yicha mayli ozgina bir to'xtalib o'tsak, erkaklarimiz bo'yicha ozgina ayollarimizga pozitsiyasini yopdik deylik, erkaklarimizni pozitsiyasini bir yopib olsak.
Xo'p, demak, erkaklarda imенно aynan sport yo'nalishiga yo'naltirilgan holatlarda sport bilan muntazam shug'ullanuvchi erkaklarimizni agar biz oladigan bo'lsak, ular Sadr Mahromovich aynan judayam zo'r bir bilimga ega, judayam zo'r bir tushunchaga ega. Qo'shimchalar bo'yicha, bioaktiv qo'shimchalar, badlar, vitaminlar bo'yicha juda zo'r tushunchaga ega. Bilasizmi? Albatta, sportchilarimiz bor, fitnes bilan muntazam shug'ullanib keladigan erkaklarimiz bor. Aytganingizdek, ular o'zini organizmiga nima kerakligini biladi. O'sha protein miqdorini bo'ladimi, energetiklar miqdorini, barchalarni miqdorini bilib, o'z o'rnida ishlatsa, bu juda maqsadga muvofiq. Chunki qiladigan jismoniy mashg'ulotlari o'sha nima deydi, talab bo'lgan energetiklarni dozasi to'g'ri bo'lgan, to'g'ri tanlangan holatda qabul qilishsa, bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Shifokor sifatida shuni maslahat bergan bo'lardimki, tez natijaga erishaman deb tavsiya qilingan dozani oshirib yubormanglar, chunki energetiklarning haddan oshiq miqdori, qabul qilinayotgan protein deysizmi, o'sha sport qo'shimchalarining haddan oshiq miqdori erta indin birinchi navbatda sizni yuragingizga juda katta zarar yetkazib qo'yadi. Har xil aminokislotalar, kreatinlar, har xil umuman olganda aynan to'g'ridan to'g'ri ta'siri bo'lmaganlarni olib tashlasak, umuman olganda sport qo'shimchalari bor. Shunaqa xalqimizda o'zi maqol boru, zaharning me'yori foyda-yu, asalning oshig'i zahardir. Hamma narsada me'yor bo'lishi kerak. Agar me'yorida saqlagan holatda jismoniy mashg'ulotlarni olib boradigan bo'lsa va masalan hammani ham orzusida bir kun fitnes zalga boradi, ertasi kuni chempion bo'lish orzu qiladi. Natija bir kunda kelmaydi. Yoki bir oy chiqishadi-da, ha bo'ldi, natija bo'lmadi-yu deb. Hech qanaqa natija bir kunda bo'lmaydi. Buni sportchilarimiz juda yaxshi biladi. O'shaning uchun yillab mehnat ketadi. Sog'liq va natija bu albatta tizim. Bu yerda to'g'ri qo'yilgan tizim. To'g'ri qo'yilgan, ongli ravishda to'g'ri qo'yilgan tizim albatta natija bilan uzviy bog'liqdir. Tushunarli. Auditoriya, Prolab kuzatuvchilari, ushbu podkastimizni birinchi qismini men shu joyda to'xtatmoqchiman. Albatta mana shu hozir ekranlarda bizni nima deydi, internet tarmoqdagi kanallarimiz, Telegram, Instagram, mana YouTube kanalimizda ham ko'rib kuzatishyapti yoki bo'lmasam Instagramdan hali kuzatadiganlar bor. Bemalol obuna bo'lib, barcha ma'lumotlarni, barcha nimaiki savollar bo'lsa, hamma ko'rsatilgan raqamlar bor, ko'rsatilgan akkauntlar bor. Hammasiga bemalol aloqaga chiqishlari ham mumkin. Nimaiki qolib ketgan savollar, takliflari bo'lsa, keyingi podkastlarimiz mavzulari bo'lsa, berishlari mumkin. Biz nasib qilsa ikkinchi qismini ham aytgan edik. Sadr Mahromovich, ikkinchi qismi qanday tanlaymiz? O'zi sifati qanaqa? O'zi xavfsizlik bo'ladi-yu, ko'pchilikda savol bor. Sifat, xavfsizlik, qanday tanlash kerak? Aynan qaysi birini tanlash kerak? Qanaqa yo'nalishlar bor? Hammasi bo'yicha qanday tekshirish kerak? Hammasi bo'yicha narx, sifat masalasini gaplashib o'tarkanmiz. Ikkinchi qismida hozircha birinchi qismi shu joyda tugaydi. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, ko'rsatib o'tilgan akkauntlar orqali obuna bo'lib kuzatib borishinglar mumkin bo'ladi.